Agar qabul qila olmasam, men hali oila qurishga tayyor emas ekanman. Ayolni aybdor qilishga harakat qiladi. Do'stim, sen hali uylanishga tayyor emas ekansan. Insonga xosmi o'zi bu ish? Hayvonki bolasiga qanchalik mehribon. Hayvon etlarimni jimirlaydi. Shu qiyinmi dedi. Men ota bo'lmay agar shunaqa ota bo'ladigan bo'lsam-da, bu qiyinchiliklarni, boshqalarni yengib uyga borganidagi uyda ham tinchlik bo'lmasa, qanaqadir halovat, shunida uni his qilish bo'lmasa, o'zini qo'yarga joy topolmaydi. Ayol kishi juda ham bir yuqori pog'onada, yuqori ulug'langan zot ekanligini biz tushunishimiz kerak-da. Ko'chada qarasangiz itga ham chiroyli muomala qiladigan inson uyga borib qulashimiz, jamiyatimizni yo'q bo'lib ketishi, qulash ham shunda bo'ladi. Assalomu alaykum. Qiyofa podkastimizni mehmoni Abdurahmon Umarov, ya'ni yosh bo'lishiga qaramasdan o'z fikrlashi va dunyoqarashi bilan ko'pchilikni e'tiboriga tushgan inson. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xursand bo'ldim taklifingizdan, bu podkastga tashrif buyurishdan umuman. Rahmat kattakon taklif uchun. Avvalroq taklif qilgan edik, nasib qilgan ekan bugungiga 4-sonimiz mehmonisiz. Menimcha tanishib chiqqansiz Qiyofa podkastimizni, ya'ni qay darajadagi suhbat bo'lishi, nimalarga tayyor bo'lishingiz, hammasiga demak tayyorsiz. Ko'rib chiqdim podkastni, haqiqatan juda ham saviyali, manfaatli, podkast juda ham yaxshi ketyapti. Bu podkastimiz ham foydali, manfaatli bo'lishini tilab qolamiz. Avvalambor har bitta shaxsni mehmon sifatida uni boshqa qirralarini ochib berish, deylik negativ fikrda bo'lgan kuzatuvchilarning fikrini o'zgartirish yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda o'sha insonning yashirin qobiliyatlarini ommaga ko'rsatib berishdan iborat. Siz haqingizda savollar tuzib chiqayotganimizda avvaldan qaysi taraflama ishlaganlaringiz yoki qaysidir taraflama o'zingizni ko'rsatganingiz, fikrlash dunyoqarashingiz, umuman hammasini kuzatib chiqdik va qaysidir podkastlarda ishtirok etgan suhbatlaringizni ham ko'rdik. Hozirgi kunda Abdurahmon Umarov kim va kim sifatida tanilishni xohlaydi? Odatda menga kimsan deb savol berishsa, xijolat bo'laman bu savolga javob berishga. Sababi odam o'zini e'tirof qilishi, maqtanishi deb o'ylab qolaman. Men bilmadim shunaqa o'rganganmanmi yo'qmi. Qiyin bu savolga javob berish kim degani. Asosiysi men o'zimni shunaqa bir inson sifatida ko'rishni xohlayman va shunga harakat ham qilamanki, vaqtlar o'tib bir qanaqadir bilmadim 100 yildan keyin masalan shu inson bor edi, yaxshi inson edi, foydali ish qilib ketdi degan ma'noda eslashlarini istaydigan, men bir foyda yetkazuvchi inson sifatida harakat qiluvchi bir insonmi bilmadim. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Instagram olamida xuddi sizdek kontent qiladiganlar ko'paydi. Mana shu bola yaxshi ijod qilyapti, yaxshi ko'rilyapti prosmotri va odamlar tomonidan yaxshi qabul qilinyapti. Men ham shunaqa qilaman deydiganlar. Misol tariqasida yaqin kunlarda aynan sizga hate deymiz, ya'ni chiroyli bitta jumlalaringizga nisbatan aynan sizni videoyingizga qarshi videolar qilishni boshlashdi. Bu asosan aktivni oshirish deymiz yoki prosmotr ko'paytirish deymiz. Mana shu kabi insonlarga o'zingizni fikrlaringiz yoki bunaqa jihatlarga qanaqa qaraysiz? Men har bitta kontentimni chiqarishdan oldin bitta qoidaga asoslanaman. Bu qoidani menga ota-onam va o'rgangan ilmlarim o'rgatgan, ta'lim bergan. Bu nimaki desangiz, arablarning zo'r gapi bor. Ta'allam summa takallam deydi. Adashmasam shunaqa aytiladi. Ta'allam summa takallam. Ya'ni inson birinchi ta'lim olishi kerak, inson birinchi o'rganishi kerak, summa takallam, keyin gapirish kerak yoki keyin so'zlash kerak. Umuman biz nima kontent qiladigan bo'lsak, nima deydigan bo'lsak, nimaiki gapirayotgan bo'lsak, musulmon sifatida va bir inson sifatida ham ko'p odamlar fikrimizni eshityaptimi? Ko'p deganda odamlar 5 ta odamni ham kam deb o'ylab qolgan hozirgi paytda. 5 ta odam ko'ryapti desa, bu studiyadan ko'proq odamda. Bu degan ularga biz qanaqadir xabarni yetkazyapmiz. Va u xabardiki biz aniq bir narsaga tayanib, asoslanib gapirishimiz kerak. Va men shu tarafdorman, ya'ni har bitta gapirayotgan gapimni asosi dalili bo'lishi kerak. Musulmon sifatida gapiradigan bo'lsam, tabiiyki oyat hadis. Masalan, dalilim bo'lishi kerak. Nimaga asoslanib sen bunaqa fikr bildirding desa, mana yerda bu kitobda bunaqa gap kelgan yoki ulug' kitoblarimizda, ya'ni qanday aytsak bo'ladi, isbotlangan haqiqatlar bo'lishi kerak-da u. O'zimdan o'zim chiqib turib, menga yoqmagan holatda menga yoqmadi deyishim ham noto'g'ri. Mendan juda ko'p oxirgi paytda bitta narsani so'rashyapti-da, ba'zi bir o'sha siz aytayotgandek kontent qilayotgan bloger do'stlarimiz-da. Ba'zi bir qizlar qanaqadir fikrni bildirsa,
Tabiiy u fikr unga yoqmaydi-ku. Ba'zi fikrlarda, ya'ni bunga men qarshi gap gapirishim kerak degan fobiya yoki shunaqa qanaqadir tushuncha uyg'onib qolgan. Darrov menga tashlab, men fikrga qanaqa qaraysiz deyapti masalan. Qanaqa qarashim kerak? Ilm nima deyapti bunga? Qarshi emasmi? Bo'ldi, qarshi emas, tabiiy qabul qil u fikrni ham. Senga yoqmayotgan bo'lsa ham, chunki to'g'ri aytyapti. Nimaga biz qarshi turishimiz kerak yoki nimaga biz fikr bildirib chiqishimiz kerak deganda, ilmiy asosga ega bo'lmagan jamiyatni yomon yo'lga chorlaydigan yoki jamiyatni qo'pol qo'yayotganda buzg'unchi jamiyatga fikrlarni uyg'otuvchi insonlarga biz qarshi turib berishimiz kerak. Qarshi turib berishimiz kerak deganda ham bu narsaga, ya'ni qaysidir dalilga asoslanib, ya'ni gapirayotgan gapimizning asosi bo'lishi kerak. Yuqorida aytganimdek, ta'allamsumat ekan. Birinchi o'rgan, keyin gapir. Sizni qaysi asosiy xarakteringiz eng ko'p pand beradi? Odamda bo'ladi-yu, mana shu xarakterim bo'lmaganida mana shu ishni yaxshi qilib ketgan bo'lardim. Balki yo'qdir bu xarakteringiz yoki bor. Balki men o'zimga ko'rinmas. Lekin hech qaysidir xarakteringizdan afsuslanadigan jihatlaringiz yo'q. Tez qaror qabul qiluvchi insonman. Juda ham nisbatan tez qaror qabul qilaman va bilmadim bu yaxshimi yomonmi, ba'zida pand yeganman, ba'zida omadli kelgan. Shu menda asosan va oxirgi paytlarda ulug'larimizni, kattalarimizni 7 o'lchab bir kes degan maqola ko'p menga dars bo'lyapti. Menimcha shu. Ya'ni tez qaror qabul qilib olishim. Ba'zida bundan yutganman ham, ba'zida pand ham yeganman. Tushunarli. Hozirgi kundagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, ajrimlar soni yoshlar o'rtasida ko'payib borayotgan ekan. Ya'ni buni qaysidir ma'noda erkak taraflama yoki ayol taraflama oqlashadi yoki qoralashadi. Agar sizni subyektiv fikringizni bilmoqchi bo'lsak, mana shu ajrimlarda yoki oilani mustahkamligi, oilani baxtli bo'lishida ayolni o'rni kattami yoki erkaknimi, nima deb o'ylaysiz? Hozirda oilani mas'uliyatini bilmasdan turib, qaysidir ma'noda ota-onasini deylik g'amxo'rligida yoki ta'minotida yashaydigan yigitlar ham turmush qurishyapti. Lekin oiladagi albatta o'zini qaysidir ma'nodagi ehtiyojlari bo'ladi. Mana shu holatda ehtiyojlar to'qnashuvi paydo bo'lyapti er va xotin o'rtasida va bu katta konfliktlarga sabab bo'lyapti. Yoki mana shu kichkina muammolar haqida. Biz avvalambor menimcha o'zi oila nimaligini tushunib olishimiz kerak. Oila deganda odam nimani anglagan, shuni tushunishimiz kerak deb o'ylayman. Bizda menimcha ko'p o'ylayman men shuni, oila haq-huquqlar ustiga qurilgan deb o'ylaymiz. Manfaatlari? Manfaat shunaqa desak balki to'g'ri bo'ladi. Meni vazifam bu, uni vazifasi u. Tushunasizmi? Men o'zim vazifamni qilishim kerak, u o'zini vazifasini qilishi kerak. Tamam, bunaqa bo'lganda ham mayli-da. U uni vazifasiga yopishadi, bu uni vazifasiga yopishadi, tushunasizmi? So'rab olishadi. Tabiiy haq-huquqlar bu bor. Biz buni qanchalik buni yo'q, unaqa emas, unaqa desak, u hech qachon unaqa to'g'rilab qolinmaydi. Haq-huquqlardan ham ustun teradigan narsa borligini unutmasligimiz kerak. Biz musulmon sifatida bunda bizni ulug'imiz bo'lgan Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida juda ham go'zal bitta o'rnak borligini bilsak bo'ladi. U zotda haq-huquqlar bo'lmagan deb o'ylaysizmi oilalar ichida? Tabiiy bo'lgan. Ya'ni ayollar nechtaligini hammamiz bilamiz. Haq-huquqlar o'ynamagan deb o'ylaymizmi? Tabiiy haq-huquqlar bo'lgan, lekin haq-huquqlardan ham ustun turadigan narsa bo'lgan deyiladi. U nima? U muhabbat degan. Ya'ni haq-huquqlar bo'lishi shart, lekin undan-da ustun narsa bu muhabbat borligini unutmasligimiz kerak. Muhabbat desa hamma o'zicha tushunadi muhabbat. Hamma o'zicha tushunadi. Men ham o'zimcha tushunsam kerak buni. Masalan, men hurmatdirman, masalan, men tushunishdirman, boshqadirman. U hamma har xil deydi. Lekin uni ustidagi qabul qilish, birlashish, tushunasizmi? Birga bo'lish degan narsa bor-da, ya'ni bizda juda ham xafa bo'ldim, men oxirgi payt ko'p eshityapman shuni, bilmadim nimaga. Oila qurishdan oldin ajrashishni o'ylaydi. Men dodamni bir gapini aytay sizga. Men 3 ta amakim bor. O amakilarim ko'p, 3 ta amakim bor, ya'ni. Dodam dadamga yoki boshqa amakilarimga bir narsani tayinlab aytganlar. Agar shuni qilmasalaring, shunaqa qilsalaring, men sizlardan noroziman degan.
Tabiiy endi men bolaligimni bilaman-ku, masalan, ayol kishini injiqliklarini onam, masalan, biz 5 ta farzandmiz. Biz 5 ta farzandmiz, onamni injiqliklarini yoshlikda ko'rganmiz. Endi baribir bilmadim. Endi ba'zida jiddiy bo'lgan, ba'zida u qadar jiddiy bo'lmagan. Endi har bir uyda bo'ladigan konfliktlar masalan. Dodam o'sha paytda aytgan bir gaplari bor ekan. Men dodam ko'rmaganman ekan. Yaqinda amakimdan eshitib qoldim. Amakim aytganlarki, buvingni bilasan endi. Biz amakimni ayollarini buvi deymiz. Katta bo'lganliklari uchun. Ikkita buvim bor. Buvlaring bilasan, o'zingni oyingni ham bilasan. Juda ham inju bo'lishgan, juda ham qaysar bo'lishgan, juda gapga kirmaydigan bo'lishgan, juda to'polonchi bo'lishgan deyishdi. Nimaga biz hali ham yashaymiz deb o'ylaysan? Shuncha yillar bo'ldi. Nimaga dadam masalan necha yil yashagan? Bir 40 yildan ko'p bo'lib qoldi menimcha. Amakilarim-ku aytsa bilmayman, u juda ham ko'p yillar masalan. Nevara, chevaralargacha bordi. Shuni tagida, fundamentida nima bor deb o'ylaysan dedilar. O'ylanib qoldim. Aytdilarki, dodangni gapi dedilar. Dodang aytganlarki, agar bittang ajrashsalaring, sanlardan noroziman degan. Sabr qilib yashalaring. Tushunasizmi? Shu gap juda o'ylanib qoldim. Bizda hozir shunaqa deydigan ota-onalar bormi? Hayotga bir marta kelasan. Hayot saniki. Yo'q, rozi bo'lma yoki chidama degan narsalar bilan katta qilib qo'yamiz-da. To'ppa-to'g'ri. Bu yerda men o'ylashim bo'yicha oila nimaligini tushunib olishimiz kerak. Oilaviy muammolarni bizni qanday hal qilish haqida o'ylamaymizda, tezroq tugatish haqida o'ylaydigan bo'lib qoldik, menimcha. Men ko'proq atrof kuzataman-da, doim ayol kishiga yo'naltiradi. Doim ayolni aybdor qilishga harakat qiladi. Yoki ayolni noroziligini yoki norozi bo'laverishini, shukursizligini, ba'zi narsalarni tabiiy qabul qilmasligini, qanaqadir doim bir konflikt tug'diradigan odam sifatida ko'rishini aytadi men atrofimdagi, bilmadim, yigitlar. Men ko'proq erkaklarga fokus qarataman-da. Sen qabul qilishni o'rgana oldingmi uylanishdan oldin? Oila qurishdan oldin qabul qilish nimaligini bildingmi? Bilmagan bo'lsang, uylanmay qo'yaver. Tasavvur qil, oilangda bir katta muammo bo'lib qoldi, aytganingni qilmadi yoki bir narsa xato, kamchilik qilib qo'ydi. Senga yoqmaydigan xato qilib qo'ydi. Sen uni qabul qila olaysanmi? Tabiiy uni qabul qilish chegaralarigacha boshqalari bordir, lekin umumiy olganda qabul qilish deganda nimani tushunasan? U bir hafta yoki bir oy, bir yil gaplashib yurganlaringda u insonni faqat chiroyli taraflari ko'rinadi. U xato, kamchilikda boshqalar ko'rinmaydi. Ertaga sen uni qo'pol qilayotganda biz makiyaj ko'rasan yoki qanaqadir injiqliklarini ko'rasan. Shunaqa mana o'sha paytda qabul qila olaysanmi? Hozir deylik, yoqmay qolsa, bo'pti, turib bir haftadan keyin boshqasini topib olishi mumkin. U ham yoqmay qolsa, bir haftadan keyin boshqasini topib qolishi mumkin. Unda bo'ldi, hayot tugaydi desa to'g'ri bo'ladi. Shu bittasi bo'ldi, shu bilan yashashing kerak. Unda sen menga yoqmading, bor uyingga, olgan joyimga deb keta olmaysan. Shunaqa deyman. Qabul qila olaysanmi degan savolni qo'yishimiz kerak, menimcha. Bu biz yigitlarga avvalambor. Men qabul qila olardimmi? Men o'zimga savol qo'yishim kerak. Agar qabul qila olmasam, men hali oila qurishga tayyor emas ekanman. Qabul qilish deganda barcha o'sha oiladagi deylik konfliktlar yoki qanaqadir tushunmovchiliklar, u qarshi jins ekanligini uni. Qarshi jins u qiyshiq qo'rg'adan yaralganligini, uni qancha siz tuzatishga harakat qilsangiz, u sinib qolishi haqidaligini. Shu savollarni o'rtaga qo'yilmaydi. Masalan, hozir juda ham yosh uylanishga harakatli ko'payyapti. Tabiiy buni yaxshi tarafi ham bor, yomon tarafi ham yo'q emas-da. Albatta. U yosh yigit tayyormi oila qurishga? U oila nimaligini o'rgandimi? Tushundimi? U mas'uliyatni his qila oladimi? U mas'uliyatki otasini puli bersa oila qurish emas, boshqa qilish emas. U o'zi bir qanaqadir oila qurayotganligi. Bir akamizning gapi bor-da, hozir esimga kelib qoldi. Aytganki, sen qurayotgan oila sen qurgan yoki sen yaralgan oila, sen yaratayotgan oila degan. Ya'ni sen qurayotgan oila sen yaralgan, ya'ni sen qurilgan oiladan muhimroq degan. Ko'pchilik bu gapni qabul qila olmaydi. Ko'pchilik bu gapni jiddiy qabul qila olmaydi. Men yaralgan oila, men yaratayotgan oiladan muhimroq. U nima degani desa, sen o'zing yaralgan, sen o'zing katta bo'lgan oilani tashab, yana bir boshqa o'zing oila quryapsan degan. Bizda
ta'sir kuchi birinchi qurilgan, ya'ni o'zi yaralgan oilani ta'sir kuchi o'zi qurayotgan oilaga juda katta bog'lanib qolgan. Tushuntira olmayman men nima deysiz? Men tushunyapman, kutilmalar ko'p. Ya'ni hozir qaysidir ma'noda mana shu o'zi yoshlar o'rtasidagi muammolar, munosabat, konflikt haqida, ajrimlar haqida suhbat qilyapmiz-ku. Va siz eshitib turib, qaysidir ma'noda deylik 100% qo'pol eshitilishi mumkin. 100% mana shu yoshlarni, ayniqsa o'g'il bolalarni, deylik qizlarni ham tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi ota-onalar, kattalar asosiy sababchilardan biri bo'lib qolyapti-da, demak. Umumiy holat aytadigan bo'lsak va hozir aytyapsiz, men siz gapirasiz, analiz qilyapman-da. Ko'pincha yoshlar deylik, o'zim ham turmushga chiqqan inson sifatida esladim, xotiram pand bermasa, har xil narsalarni esladim. Ya'ni insonlar turmush qurayotganida faqatgina yaxshi narsalarni o'ylaydi-da. Bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Erkaklar ham xuddi shu holatda. Ayolni siz aytayotgandek faqat chiroyli tarafini ko'radi. Ham biz doimiy shunday bo'lamiz va bu ayol doimiy go'zal holatda bo'ladi va u tug'sa ham go'zal holatda bo'ladi, 24 soat ishlasa ham go'zal holatda bo'ladi va uning til zaboni ham hech qachon yomon so'zlar aytmaydi degan narsa bilan ideal yaratib qo'yib va turmush davrida o'sha idealga tushmagan jihatlardan ana o'sha konfliktlar, ana o'sha negativlar, noroziliklar paydo bo'ladi. Aynan siz aytayotgan qabul qilishga tayyormasligidan. Aynan. Demak, ular xayolidagi ideal bu xohishlar, istaklar, uning nafsi deylik yoki ehtiyoji va paydo bo'layotgan o'sha ayoldan kelayotgan deylik ta'sir uni qaysidir ma'noda kutilmasiga to'g'ri kelmayapti va bu o'sha munosabatda minuslarga sabab bo'ladi. Aynan, bu o'sha aytganingizdek, bu muammolardan bittasi va bu muammoning negizidaki, boya aytganimdek, biz yaralgan oilalarni ta'sir qilishi. Biz yaratayotgan oilani emas, biz yaralgan oilalarni ta'sir qilishi. Mana bir ikki do'stim bor, mavzudan tashqari bo'lsa ham, uylanishni xohlaydi. Ya'ni uylanishni xohlaydi deganda, shu uylanishni rejalashtiraveradi, cho'zilaveradi. Nimaga cho'zyapsan? Nima sabab? Ya'ni biror bir muammoing bormi yoki uyingda moliyaviy holatingda muammo bormi desam, adam unaqa dedilar yoki onam unaqa dedilar. Dadam keyingi yil deyapti, onam bu safar deyapti. Tabiiy men xijolat bo'lyapman, ularga meni uylantirib qo'yinglar yoki uylangim kelyapti degan. Tabiiy xo'p bo'ladi deb qabul qilaman deyapti. O'shalarga bilasizmi nima deyman? Do'stim, sen hali uylanishga tayyor emas ekansan deb. Qo'yaver bu narsa. Bir o'zing xohlab qolganingda, ya'ni o'zing bir mayli bo'l, vaqti kelibdi deganingda, keyin bir o'ylab ko'r bu narsani. Hali voqli ekansan. Nimaga bilasizmi? Shaxsiy fikriga ega emasligimi? Qaror qabul qilishdi. Shaxsiy fikr ham albatta qaror qabul qilishdi. Sen hali o'zing tayyor emassanmi, qaror qabul qilib bu narsani men shu narsa qila olaman deyishga tayyor. Uylanma yoki bu narsa qaror qilishga shoshilma. Chunki tabiiy senga tashqaridan yoki tashqaridan desa qo'pol eshittinglar, ta'sir kuchi bo'lyapti senga. Akrom Malik degan ustozim bor men. Juda ham hurmat qilaman. Juda ham yaxshi inson. Xalqqa, shu jangchi, bu yerda Xalqa degan juda ham mashhur asarlarni, bestseller balki bo'lgan asarlarni O'zbekistondagi muallifi, xos shogirdlardan bo'lganman bir vaqtlar. O'shani bir gap aytgandilar. Qaysi bir jamiyat oilasiga yoki ota-onasiga men uylanmoqchiman, meni uylantirib qo'yinglar, men shu narsaga ehtiyoj sezyapman deyishga hijolat bo'lib uyalsa, u jamiyatni qo'pol qilayotganda zinoga yoki yomon yo'llarga kirib ketishiga yoki umuman jamiyatning keyingi hayotiga yoki avlodiga qattiq ta'sir qiluvchi bir holat bo'lib qoladi. Yomon bir holat paydo bo'ladi. U nimaki? Ota-onaga borib shu narsalarni hijolat bo'lish etish. Ota-onalar nima deydi? Yo, bu hali yosh deydi. Bunga hali bor deydi. Qo'yaversin deydi. Kerak emas hali bor deydi. Yoki keyingi bir yilga yoki keyingi yilga deb cho'zib kelishaveradi. Ota-onani ko'zida farzand doim yosh bola ko'rinadi. U 50 ga kirsangiz ham hali yosh bola, kechagina sut berayotgan bir bola sifatida ko'rishaveradi. Farzandki hali o'zi voyaga yetib, ulg'ayib, qaror qabul qiladigan inson bo'lib yetishmasa, u juda ham voqli. Mana shu omildan men ko'p o'ylayman, juda ham ajrimlar ko'p. Qaraysiz, qaynota sabab ajrashib ketgan bo'ladi.
qaynona sabab ajrashib ketgan bo'ladi. Bir hali qo'pol bo'lsa ham prikol chiqib ketganda qaynota 4 ta pomidor yeb qo'yibsiz. Shu masalalar ya'ni. Men shu narsani oldin shunaqa insonlar bor deb o'ylamaganman hech. Tabiiy bor ekan. Asli kulgili, lekin haqiqatdan olingan. Haqiqatdan olingan ekan va bor ekan. Juda ko'pchilik bu holatni hazil qildi, lekin men o'ylamagandim bunaqa insonlar bor deb. Haqiqatdan bor ekan. Ayniqsa bu qaynona kelin masalalari juda biz og'riqli masalamiz, umuman global shu masalalar, ya'ni bu erkak kishini o'zi yoki o'sha kuyov bolani o'zi bir qanaqadir shaxsiy fikrlashi, shaxsiy bunday qarashlari, boshqalari bo'lmasligi va o'sha deylik olayotgan juftini o'sha siz aytganingizdek ideallari bo'lishi, boshqa bo'lishi, qabul qilmasligi, bir dardni cheka olmasligi ichida. Sabr qila olmasligi. O'zini otasidek bo'la olmasligi. Ba'zi farzandlar uylanmagan, o'zini otasidek bo'la olmagan. O'zini otasini hayotiga qarasangiz, necha yillardan bir onasi bilan yashab kelyapti. Turib bera olmaydimi deysiz-da, ya'ni otang turib bersan, turib bera olmaysanmi? Nimaga sen turib bera olmayapsan desangiz, muammolar zanjirlanib ketilgan. Biz uni qancha uzishga, to'g'rilashga harakat qilmasak ham bo'lmaydi. Va yana shunaqa bir holatlarni ko'rdimki, men bizda oxirgi paytlar ajrimdan keyingi holatlar ham muammo bo'lyapti o'sha. Aliment masalalari. Aliment masalasi, u farzandlarning masalasi o'rtada qolib ketgan, kelajagi, boshqalari. Aytaman-ku, men ko'proq erkaklarga fokus qarataman. Bunaqa erkaklar bor deb men hech qachon bir o'ylamaganman ham yoki bir hayolimga ham kelmaydi. U insonlarniki bir bilmayman qanchalik ularni erkak deb nomlash yoki aytish qiyin bo'ladi. Bu jinsi nomavhum bo'lganmi bilmayman. Qo'pol bo'lsa ham. Menda savol tug'iladi. Qanday inson farzandini, ya'ni siqishi farzandidan, ya'ni yoki ularniki bolaligidan eng nimasi bo'ladi? Hayotga beg'ubor, aynan hayotga to'yish kerak bo'lgan paytidan ularni juda ham bir qiyin ahvolga solib qo'yib, ularni kerak bo'lsa qiynab, ba'zida otalik mehridan ham uzoq qilib qo'yish. Qanaqa bu inson bu narsalarni qilishi mumkin yoki insonga xosmi o'zi bu ish? Hayvonki bolasiga qanchalik mehribon. Hayvon menga yozadi-da ba'zi onalar, men juda ham hazm qilishim qiyin. Kelmaydi farzandini ko'rgan. Kelmaydi. U aliment u yerda tursin, farzandi bilan men qarshi emasman, men xursand bo'laman deydi. Men xursand bo'laman ki farzandi bilan o'ynasa, shu bolam ota mehrini ko'ryapti. Yaqinda bir Instagramda bir opani ko'rib qoldim-da, kichkina bolachalar o'ynayapti. De ko'rsatyapti, men buni bitta ko'ringlar deyapti. Keyin o'ziga qilib turib, "Dada, shu qiyinmi?" deyapti. Yosh katta qiz. Etlarim jimillab ketdi. Shu qiyinmi deyapti. Men ota bo'lmay agar shunaqa ota bo'ladigan bo'lsam-da, ota bo'lmay agar Xudo ko'rsatmasin bir qalb Allohning qo'lida deydilar-ku, burib qo'yuvchi-yu Alloh. Agar Alloh taolo meni qalbimni shunaqa yomon bir inson bo'lib qolishga burib qo'ysa, men ota bo'lmaganim yaxshiroq. Qanday, ya'ni bu normal Alloh taolodan qo'rqadigan inson aqliga sig'dira olmaydigan, qabul qila olmaydigan narsa bo'lish kerak emasmidi bu? Farzanddan o'zini mahrum qilib qo'ygan. Farzanding-ku seni. Agar sen farzanddan uzoqda bo'lsang yoki farzandingdan mehring yiroqda bo'lsa yoki umuman farzandga nisbatan seni muhabbating bo'lmasa, hayvondan battarsan-ku sen. Payg'ambarimiz alayhisolamning oldiga bir arobiy keladi-da. Sizlar bolalaringlarni o'pasizlarmi deydi. Payg'ambar alayhisolam bolalarni o'ynatib turgan bo'ladi. Sizlar bolalaringlarni o'pasizlarmi deydi. Savolga qarang. Ha, o'pamiz, erkalaymiz, o'ynaymiz ular bilan dedilar. Biz uni qilmaymiz. Bizga to'g'ri kelmaydi bu narsada. Bilasizmi Payg'ambar alayhisolam o'shanda nima degan? Alloh taolo qalbingdan rahmatni olib qo'ygan bo'lsa, men nima qila olaman degan. Men nima qilishim mumkin? Inson nima qilishi mumkin? Alloh taolo uni qalbidan rahmatni olib qo'ygan bo'lsa. Bu degan sen hayvondan ham battarsan degan. Mana senga dalil degani bu. Mana shunaqa narsalar haqida o'ylab ko'ramiz, kuzatamiz. Eng tagida, eng ildiziga borib qaraydigan bo'lsak, avvalo o'sha ilmsizlikda, aynan o'sha yaratganni tanimaslik, qo'rqmaslik, ne'matni qadrlamaslik va borib yana o'sha
ilm deymiz, ilmni berguvchi bu kattalar va muhit. Ya'ni biz ya'ni hozirda men 33 yoshga kiradigan insonman. Ya'ni bizni vaqtimizdagi paytdagi tarbiya jarayonlari, holatlar umuman boshqa bo'lganda, mana hozir qarab turaman o'zimni farzandlarimga, mana hozir e'tiborsiz sizni eshitib turibman-da. Mana shularni hammasi yildan yilga yaxshilanadi deb o'ylaysizmi? Yo'q-da. Ya'ni yildan yilga bu narsa yomon bo'lsa bo'lyapti, lekin yaxshilanmayapti. Nimaga? Hozirda o'sha yoshlarni farzandlarini tarbiyasida o'zini tarbiyasi yo'qligi, o'ziga tarbiya yetishmasligi, hamma narsani muhayyo qilib qo'yishi va buni bizada bitta termin bor, stress ustойчивость deydi. Ya'ni stressga bardoshlilik darajasini umuman yo'q qilib qo'yishyapti-da. O'sha hamma narsaga ega bolalar katta bo'lsa, na uni farzandni qadri, na uni mas'uliyati yo'q. Chunki u hali bola-da, u hamma komfort menga bo'lishi kerak. Butun dunyo meni komfortim yashash kerak degan xayol bilan yashab qo'yyapti hozirgi yosh bolalar. Yosh bolalar deganim ham kim 15 yosh haqida gapiraman va ularni katta bo'lishi ham qaysidir ma'noda o'zi bilan birga katta muammolarni yasayapti. Bundoq qaraymanda jamiyatimiz yaqin 10 yilda qanaqa holatga kelarkin deb o'zimga o'zim savol beraman. Muammolar ko'p. Men o'zimga bitta qoida qilib olganman-da. Endi bu qoida qanchalik bilmadim, to'g'ri keladi. Yomonlasam, holatimni yomonligini o'ylayversam, yomon bo'lib boraveradi. Yomon narsani o'ylasam, yomonlashib ketaveradi. Yaxshi narsani o'ylashga harakat qilsam, yaxshilanib boraveradi. Bir insonni to'g'rilab qo'yish u qay darajada katta ishligini biz avvalambor tushunsak, motivatsiyamizni juda kuchayadi deb o'ylayman. Umidimizni uzmasligimiz kerak avvalambor. To'g'ri, muammolarimiz juda ham ko'p, bunaqa insonlar ham juda ham ko'p. Agar shu holatda ketsak, yomon bo'lib boraveradi tabiiy. To'g'rilashga harakat qilmasak, hozir ham yomon. Ya'ni xuddi shu holatda mana so'zimiz boshida aytganimdek, jamiyatda qaysidir ma'noda yaxshi tarafga o'zgartiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'lib turibsiz. Biz ham xuddi shu taniysiz, ya'ni qaysidir ma'noda ta'lim asoschilaridan birimiz. Bog'cha maktablarimiz orqali imkon boricha mana shu bizani qo'rquvga solayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan oqibatlarni oldini olish uchun qo'limizdan kelgancha mana shu narsani qutqarib qolishga harakat qilyapmiz. Bu juda ham yaxshi, ya'ni har bittamizni harakat. U faqatgina menga qarab qolgan narsa emas, yoki faqat sizga qarab qolgan, yoki boshqalarga qarab. Bu hammamizni qayg'uyimiz bo'lishi kerak deb o'ylayman. Hammamizni bu narsani qayg'urib harakat qilishimiz kerak. Inson qo'shnisini to'g'rilab qo'yishdan uyalish kerak emas. Yoki yaqinini to'g'rilab qo'yishdan yoki noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, bizda juda ham oxirgi payt shunaqa narsa ko'payib ketdi-da. Meni shaxsiy chegaram yoki deylik, meni daxlsizligim, boshqa bunaqa degan gaplar. Meni hayotim degan narsalar ko'payib ketdi. Bunaqa yashaydigan bo'lsang, ertingdin pishasan degan qo'pol qilib aytgan. Inson tabiiy qabul qilish kerak. Atrofda kimdir uni to'g'rilashga harakat qilayotganini yoki biz o'zimiz ham avvalambor bizga to'g'ri gap aytilyapti, uni qabul qila olishimiz kerak-da. Menga to'g'ri gap aytyapti bu, men uni qabul qila olishim kerak yoki o'ylab ko'rishimiz kerak. Bizda bilmadim, balki bu tashqi omillarning sababidir yoki umuman deylik, balki yashash tarzining omillaridir yoki shunaqa finansiy holatlar shunaqa bo'layotgandir. Barcha odamlar asabiy bo'lib qolgan. To'g'ri qabul, to'g'ri tushuntirishga, tabassum bilan yaxshi gaplar gapirishga harakat qilsangiz, xuddi siz unga aql o'rgatayotgandek yoki xuddi siz undan yaxshirosizdek. Yo'q. Barchamiz bir-birimizga, ya'ni yaqinligimizni, inson ekanligimizni unutmasligimiz kerak. To'g'rilashga nimaga harakat qilmaylik? Inson bir-biri uchun manfaat uchun kerak. Buni biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Manfaat, insonda manfaat bo'lmasa nima uchun yaraldi? Manfaat uchun kerak. Insonlar bir-biriga manfaat yetkazish uchun kerak. Biz buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Bir insonga foydamiz deyishidan mendan foydalanib ketdi deb qo'yadi. Xursand bo'lsa sendan foydalanib. Inson insonga foydasi tegdi. Bu hayvondan foyda olmaydi-ku, sendan foyda oladi. Ya'ni normal narsa bu. Lekin bir ma'nodaki biz dushman bo'lib qolishimiz kerak emas. Foydalanuvchi dushman bo'lib qolishimiz kerak emas-da. Yo'q, inson mendan foydalanyapti, mendan manfaat olyapti. Men ham undan foydalanyapman. Menga ham to'g'ri yo'l ko'rsatyapti, meni ham to'g'rilab qo'yyapti degan to'g'ri qabul qilish tushunchalarini o'rgansak, ancha hayotimiz yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Qoida bor-da o'zi, g'azablanma deydi. G'azablansang
yoki g'azablanmasang jannat saniki. Bu hadisdan adashmasam. Inson g'azab hamma narsani qilib qo'yadi. Inson bir-biriga bo'lgan tushunchalarni ham qabul qilishlarini ham yiroq qilib qo'yadi. Va shuning uchun biz hammamiz boya aytganimdek, mavzuga qaytadigan bo'lsak, hammamiz bir-birimizni to'g'rilab qo'yuvchi, ya'ni bir-birimizga foydamiz yetkazuvchi inson bo'lsak, menimcha bu muammolar uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi. Deylik, niyatimiz, umidimiz katta bo'lishi kerak-da. Hammamiz bir-birimizga yaxshi foydamiz tegsin desa, odamlar 2-3 oyda yaxshi bo'lib ketishi mumkin emasmi? Mumkin tabiiy. Bu ya'ni bizni zimmamizdagi, bizni qo'limizdagi narsa emas-da. Biz yaxshi bo'lishga harakat qilsak, u yaxshi niyat qilsak tabiiy. Juda bo'lmaganda harakat qilishga qo'rqishsa ham, juda bo'lmaganda niyat, duoni o'zi qaysidir ma'noda aytishadi-yu, duolar taqdirni o'zgartiradi. Aynan. Duolarni qaysidir ma'noda so'rashsa, albatta foydali, manfaatli bo'ladi. Abdurahmon, erkak kishi asosiy kuchni qayerdan oladi? Menimcha tushunishdan. Tushunilishdan. Ha, atrofdagi yaqin insonlarini. Yaqinidan. Ha. Uni uyi bo'lsa, oilasi bo'lsa, oilasini tushunishidan. Ularni qabul qila olishidan. Tabiiy hozirgi paytda biz ko'proq ayol kishiga fokus qaratishga o'rganib qolganmiz-da. Yoki faqatgina ayolni yomonlashga, faqatgina ayol xuddiki aybdor, yoki faqatgina ayolni muayyan bir vazifalari bor. Shu o'rganib qolganmiz deb o'ylayman men. Tabiiy erkaklarda ham vazifasi bor. Va erkaklardagi vazifasi yetarlicha. Va hozirgi aynan bizni sharoitimizda deylik, umuman mamlakatimizda bo'lsin, boshqa bo'lsin, erkak bo'lish xuddiki bir o'zidan ortiq bo'lgan yukni ko'tarib yurishdek. Buni hamma har xil tushunishi mumkin. Buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Shuncha yuklar bilan uyga borsa-da, boshqa qilsa, uni olib kelmabsiz desa, u yuk yana bitta qo'shiladi, tushunasizmi? Menimcha tushunilishda, siz aytganingizdek, uyga borsa bir yengillikda. Uydagi yengillik bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, inson, erkak kishi aynan men o'ylashim bo'yicha ko'chadagi muammolarini, ko'chadagi stresslarini, pul topish masalalari bu yerda hozir juda ham oson emas, boshqa emas. Bu qiyinchiliklarni, boshqalarni yengib uyga borganidaki, uyda ham tinchlik bo'lmasa yoki uyda ham bir qanaqadir halovat, ya'ni tushunilish yoki qanaqadir uni his qilish bo'lmasa, o'zini qo'yarga joy topa olmaydi. Shu ya'ni menimcha. Uyi uni asosan, uyi va tushunilishi. Unda baxt tushunchasini qanaqa ta'riflab bera olasiz? Erkak kishi baxtimi? Ya'ni baxtli inson deganda nimalarni tasavvur qilasiz yoki nimani tushunasiz? Men o'zim aytadigan bo'lsam yoki bizda shakllangan narsani aytadigan bo'lsam. Bizda shakllanganki, inson zo'r yashasa, zo'r uyi bo'lsa, zo'r mashinasi bo'lsa, xolodilniki to'liq bo'lsa, yana ketaveradi bu. Ketaveradi hali. Ehtiyojlar tugamaydi ya'ni. Kimgadir bu tabiiy, u shunaqa fikrda. U shu bilan baxtli. Men aytaman, sen baxtli bo'lishing qiyinroq ekan deyman. Sabr qilishing kerak ekan baxtli bo'lishing uchun. Yo'q, meni baxtim boshqa narsada. Ertalab yaxshi kayfiyatda tursam, men baxtli bo'lib ketaveraman yoki atrof tabiat ham, boshqa ham yaxshi bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsam, yurayotgan bo'lsam, nafas olayotgan bo'lsam, men shulardan baxtliman. Ya'ni men shundan maza qilaman. Men yashayapman. Bizda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, meni bolaligimda elementar narsalar u juda ham wow bo'lganda, ya'ni juda ham hayratlanarli narsa bo'lganda. Hozir bolalarni hayratlantirish qiyin bo'lib qoldi. Juda ham, tushunamizmi? Va bora shu hayratlanish yo'qolib boryapti. Juda bir oddiy narsalarga hayratlanmaymiz. Tushunasizmi? O'tirib, voy, men zo'r ekan bu narsa, bunaqa ekan desangiz, xuddi uni siz qoloq deysiz-da. Ya'ni tushunasizmi? Bir juda ham bir ortda qolgan insonsiz. Shunaqa. Yo'q, bu mana shu baxt emasmi? Gormonlarimiz yaxshi bo'lishi, emotsiyalarimiz yaxshi bo'lishi, shu baxt emasmi? Ya'ni siz bilan men aqlim borligi suhbatlashib turayotganim, fikrlarimizni to'g'ri, bu ham baxt. Tushunasizmi? Ya'ni tinch joyda turishimizning o'zi qanchalik baxt bo'lib qoldi boshqa. Xuddi shunaqa. Biz baxt deganda nimani tushunishimiz kerak, shuni to'xtalib olishimiz kerak. Men baxt deganda moliyaviy holatim zo'r bo'lishini tushunaman. Tabiiy, seni baxting shunda. Sen shu fikrdasan. Men yaralishim baxt ekanligini shunda meni fikrim. Men hozir shunaqa bir baxtli insonmanki deyman. Rosa bir to'plab yanada baxtli bo'lish uchun ketish kerak bo'lgan insonman. Mana meni baxtim nimada, ya'ni men shu fikrdaman. Bu meni baxtli bo'lish deylik qarashlarim.
boshqalarni baxtli bo'lish qarashlariga men deylik ta'sir o'tkaza olmayman yoki ular shu bilan baxtli. Lekin aytamanki, agar seni baxting shunaqa narsada bo'lsa, unda sabr qil. Yetishish tabiiy oson emas. Sabr qilib kurashsang, balki o'sha baxtingga ham yetishasan. Hayotimiz davomida ko'ramiz, hamma narsasi bor, siz aytayotgandek mashinasi, uy-joyi, dang'illama, necha qavatli uchastkalar, lekin suhbatlashsangiz bezovta, qalb xotirjamligi yo'q u insonlarda. Qarab qo'yaman, ya'ni qalb xotirjamligini bu insonlar hech hayoti davomida his qilganmikan? Bezovta, nimasidir kam, nimasidir yo'q. Xuddi siz aytayotgandek, asosan mana shu baxtni biz uyg'onganimiz, ko'z ochib ko'rganimiz, umumiy nafas olishimizni ham qaysidir ma'noda baxt deb bilishimiz, menimcha qalbimizni o'zi xotirjam qilib qo'yganidan darak bersa kerak. Shu eng katta baxt ham shu emasmi deyman. Shundan maza qilsak bo'lmaydimi? Odamlardiki baxtli bo'laman deb turib nimalar qilishmayapti deysizda. Bir yozuvchi yozyapti kitobida. Amerikada deydi, odamlar baxtda moliyaviy holati zo'r bo'lishdi deb o'ylashar ekan. Nima qilishar ekan uchun desa, hech narsadan o'zlarini, ya'ni отказ qilmaydi deydimi? Qanday tushunsak bo'ladi? Hech narsadan o'zini ya'ni chegaralamaydi. Xohlagan narsasini oladi. Qanday oladi? Puli yo'q bo'lsa-chi desa, kreditni kartasi bo'lar ekan uni. Ya'ni nima olgisi kelsa o'sha kreditni kartani uraverasizda, u qarz qilib qo'yaveradi sizni. Oylik olsangiz, siz ishlatmaysiz oyligini, kreditlaringizni yopasiz. Bu baxtmi? O'zi uchun yashashga o'rganishgan. Hozir ham bu narsa bizga kirib keldi. Hech sezdingizmi shu narsani? Sezyapman bu narsani ko'ryapman. Odamlar shuni baxtli deb o'ylayaptimi deb o'ylaysizda, ya'ni savol tug'iladi. Oxirgi vaqtlarda men o'zim xursandman kreditim yo'qligida, bu qanaqadir shu narsalarga aralashmaganligimdan yoki umuman deylik, bu kimdan tabiiy qarzimiz bordir, boshqa bordir. Qarzi yo'q odam baxtli degan narsa bo'lib qoldi bizda oxirgi paytda. Men o'zim shu narsani kuzatdim. Qarzi yo'q odam, xotirjam ishlayotgan odam, u baxtli odam. To'g'ri, qanaqadir yetishmovchiliklari, boshqasi bordir, uni to'g'rilashga harakat qilayotgan, lekin umumiy holatda undan baxtli odam yo'q. U hech kimga должный emas-da, ya'ni shunaqa masalalar bor va bu narsalarni biz baxtli deb o'ylaydigan bo'lsak, boya aytganimdek, hali bunga uzoq yo'l bor ekan. Balki baxtsiz o'tib ketib qolsak, shu masalalar bor-da. Suhbatimiz davomida Amerika bilan qiyoslab qo'yamiz ba'zi deylik jumlalarni yoki vaziyatlarni. Yoshligimizda kinolarda bo'lardi. Ya'ni xotinlar turmushga chiqish holatida dogovor deyshadi, shartnomalarga qo'l qo'yib, sendan ugina, mendan bugina deganlarda shunaqa qilishardi. Suhbatimiz boshida aytdingiz, manfaatlar, ya'ni haq-huquqlar ustiga qurilyapti. Nafaqat turmush, balki hayotimizdagi ko'p jabhalarimizda o'sha chet elni noto'g'ri qadriyatlari bizga kirib kelyapti-da va bu asosan manba nima? Bu internet. Va bu internetda yoshlar ko'radi, hali shakllanmagan, ongida analizi yo'q, fikrlashi yo'q, ilmi yo'q. Yoshlarimiz ko'rib, to'g'ridan to'g'ri filtrsiz qabul qilib qo'yishyapti-da. Va ergashib qo'yishyapti shu narsaga. Va siz bilan meni bezovta qiladigan muammolar kelib chiqyapti. Qaysidir ma'noda men xohlardim, men hamma blogerlarga aytaman, mana shu kursda o'tirgan, ya'ni bloger sifatida, o'zingizni auditoriyangiz, keng auditoriyangiz bor inson sifatida nimalar qilishimiz kerak hozirgi kunda va mana shu yoshlar to'g'ri yo'nalgan insonlar ortidan ketishi uchun va biz qaysidir ma'noda qanaqa ta'sir o'tkazsak bo'ladi degan fikrlar meni qiynaydi va shu fikrlarni maslahat qilgim keladi. Men hozirgi meni qo'limdagi bor baza bu ta'lim. Ya'ni ta'limni maksimal holatda bolalarni rivojlantirishga qaratganman. Bunga qo'shimcha hozirgi podkastimizda blogerlarni suhbatga tortib, ularni qaysidir ma'noda o'sha yoshlarni o'zi bilan yaxshi ma'noda ergashtirishini xohlayman-da. Va shunga o'zingizni qaysidir ma'noda 2 yillik, 1 yillik, 5 yillik maqsadlaringiz bormi? Yaqin 5 yilda yoki 1 yilda o'zingizni qaysi holatda ko'rasiz ijtimoiy tarmoqlarda va bu sizdagi men xohlayotgan maqsad yo'lida nimalar qilasiz? Mana hozir yangi loyihalaringizni aytdingiz, bu biznes loyihalar. Lekin ijtimoiy holatda qanaqa yordam qila olamiz? Eng avvalambor bu holatlarda oldini oluvchi omil ilm ekanligini bilishimiz kerak. Siz aytganingizdek, bu ilm deganda oldinlari ilm ajralmasdi. Ilm deganda inson bir nima bo'ladi, bu komillikka harakat qiluvchi bir narsadek ko'rilardi menimcha, ya'ni
ajratilmasdi bu diniy yoki bu dunyoviy. Faqat dunyoviyni o'qi yoki diniyni qanchadir vaqtdan keyin o'qiysan. Umumiy olganda ruhiy holatimiz yoki boshqalar haqida. Jaloliddin Rumiy hazratlarini bir misollari bor. Shu bilan aytay. Tasavvur qildirib bir chavandoz bilan ot bor. Ko'p joyda aytganman buni. Chavandoz bilan ot bor. Ular bir aniq manzilni qo'ydi. O'ylab ko'r dedi. Chavandoz bilan ot bor. Chavandoz to'ygan bo'lsa, ya'ni chavandoz tetik bo'lsa, otni minadigan darajada tayyor bo'lsa, lekin oti oziqlanmagan bo'lsa, ya'ni otiniga vaqtini suvini berib yoki ovqatini bermagan bo'lsa, manzilga yetib boradimi deb o'ylaysan deydi. Qiyin masala deydi. U qatgachadir ot yetib boradi-da, chavandoz ot yurmas ekan deb qatgachadir boradi, lekin manzilga yetib olmaydi. Aksincha bo'lsa-chi deydi. Ot baquvvat bo'lib, ovqatlanib, tetik bo'lib yuradigan bo'lsa, chavandoz zaif bo'lsa, ya'ni ovqatlanmagan, kuchi bo'lmasa, ya'ni manzilga yetib boradimi deydi. Yo'q, yetib bormaydi. U ham qaysidir manzilgacha chavandozni sudrab, ko'tarib olib boradi-da, chavandoz tushib ketib qoladi deydi. Keyin ot o'zi ketib qoladi deydi. Manzilga yetib borish uchun qanaqa bo'lish kerak desa, ikkalasi ham tayyor bo'lish kerak. Ot ham baquvvat bo'lish kerak, chavandoz ham baquvvat bo'lish kerak. Ana o'shanda manzilga yetib borish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi yoki yetib boradi deydi. Yaratgan bizga ikki narsani berdi. Bu jasad va ruh. Bizning manzilimiz aniq. Ya'ni tafakkuri bor. Yaralishdan maqsadi nima bor? Odam buni biladi, buni qayerda manzili qayerda ekanligini. U aniq biladi. Manzilimiz aniq. Indiki bizning manzilga bo'lgan safarimizda jasadimiz to'ygan bo'lsa, ovqatlarni yesak, dunyodagi hamma lazzatlarni qilib ko'rsak, hammasidan bir to'yilgan, bir baquvvat bo'lsak, hech narsadan o'zimizni yuqorida aytganimdek отказ qilmasak, hamma narsani qabul qilaversak, jasadimizga-da, ruhimizga hech qanaqa ozuqa bermasak, manzilga yetib boramiz deb o'ylaymizmi? Tabiiy yo'q. Manzilga biz ikkalasi bilan yetib borishimiz kerak. Aksincha bo'lsa ham, sen juda ham bir qoyillatib borgan bo'lsang ham, misol diyonatingni, diningni, hamma narsalarni qoyillatib borib bo'lsa, bir qorlarga kirib ketgan bo'lsang, jasadingga ozuqa bermagan bo'lsang, manzilga yetib borasanmi? Yo'q. Ikkalasi ham. O'shaning duo qilinadi. Ikki dunyoyimni saodatli qilgin deb. Ikki dunyoyimiz ham, ya'ni ruhimiz ham, jasadimiz ham. Yaratgan jasadni tuproqdan yaratdim dedi. Ruhni men pufladim. Chanson buni ozuqalarini biz bilamiz. Jasadimizda ozuqasi yerdagi narsalar, bizni baxtli bo'lish uchun uy joy boshida jasadimizni ham baxtli qilish uchun shu narsalarni qilishimiz kerak. Lekin ruhimizni ham baxtli qilishimiz kerak. Ruhimizda ozuqasi nimaligini ham juda yaxshi bilamiz. Bizda ilm deganda faqatgina jasadning ozuqasini tushunib qoldik. Mani qarashlarim, ya'ni mani fikrlarim bo'yicha faqatgina shu jasadimizni to'ydirish, jasadimizni baxtli qilish, jasadimizni yaxshi natijalarga olib chiqish. Natijada muammolar kelib chiqdi. Nima muammolar desa, jasadning muammolari kelib chiqdi, ruhda emas. Ruh ishtirokisiz bo'lganligi uchun jasadning muammolari kelib chiqdi. Agar ruh ham ozuqalangan bo'lganda, o'ylaysizmi siz ayolda haq-huquqlarini toptalayotgan erkak bo'ladi deb? Yoki eriga xiyonat qilayotgan yoki eriga nolayotgan yoki erini yomonlayotgan ayollar bo'ladi deb o'ylaysizmi? Ruhi ozuqalangan, ruhi to'ygan ayolda. Yo'q. Jamiyatda muammolar bo'lardi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Nimaga? Ruhi ozuqasi bordi, u biladi. U juda yaxshi biladi ruhda ozuqasi, nimalarni qilish kerak, nimalarni qilmaslik kerak. Ulardiki biz ozuqasini och qoldirib olmizki, manzilga yetib bormaymiz. Manzilga yetib borish jarayonida o'z muammolar bo'laveradi. Uni tabiiy qabul qilishimiz kerak biz. Jamiyat buzilib ketayotganini, yoshlarimizni buzilib ketayotganini, boshqalarni biz tabiiy qabul qilishimiz kerak. Nimaga? Ruhimizda ozuqasini bermaganligimiz uchun. Yaqinda men aytdim-ku, konsaltingimizga bordim, chet elga o'qish yuborish bo'yicha. Maktablarni aylanishni boshladim. Direktorlardan ruxsat so'rab, boshqa qilib maktabini aylantirayman, bolalar bilan gaplashay. Blogerman, bunaqa faoliyat qilaman. Qarang, deydi. O'zi so'ragan, "Keling, men bolalarim bilan gaplashing, meni 11-sinfda bitiruvchilarim uncha deb sanab ketib qoldilar." Bir 4-5 sinfga kirdim. Ko'rdim bolalarni. Men ulardan hech narsa kutmayman, hech narsa umid qila olmayman u bolalardan. Ularning ko'zidagi olovdan, u olov yo'q ularning ko'zida. Bilmadim, balki men adashatirganman yoki bir noto'g'ri bir maktabga kirib qolgandirman, balki bundan keyin men taklif qilishar maktablarga. Lekin men kirgan maktablarni
bitiruvchilarning ko'zida olov yo'q. Opa, jiddiy aytyapman, u maqsadlar yo'q. Nimani xohlayotganini bilmaydi. Juda ham bir hayotdan hali katta bo'lib qolgan odam bo'ladi, siqilib qolgan katta. Shunaqa, men unaqa yoshda yoraveraman deganman-da. Men 18 kirsam, men bunaqa maqsadlar qilaman, unaqa qilaman, bunaqa qilaman. 18 galimda o'zimda uyim bo'ladi, mashinam bo'ladi deganman. O'zim alohida ro'zg'or bo'ladi. Hammasini qilganman. 18 yoshimga kirib hammasini qilganman. Alhamdulillah deyman. Chunki men o'sha paytda meni olovim bor edi ichimda. Lekin men hozirgi maktablarga kirib bundan bir narsani umid qilish yoki boshqa qilish, ya'ni bunga jiddiy qarashimiz kerak. Bu katta kutuvlar qilmasligimiz kerak bu bitiruvchilardan boshqalardan. Yaqin bir 10 yilda ular ertaga jiddiy joylarga o'tirishni boshlashadi. Bu juda ham qarorlar qabul qilishni boshlaydi. Hozirgi oilaviy muammolarimizni balki u darajada bo'lmas, ya'ni u darajada emas, balki battarlashib boradi. Agar biz uni oldini olmasak. Shunaqa. Uni oldini olish yuqorida aytganimdek faqat jasadni ozuqasini berishda emas. Ruhimizda ozuqasini unutmasligimizni deb o'ylayman-da. Uni ruhda ozuqasini qayerdan boshlanadi? U tug'ilishdan boshlanadi. Ota-ona berishda boshlaydi bu ruh ozuqani. Keyin shakllanadi u. Ruh ota-onaning o'zidagi ruhiy ozuqa bo'lmasa, ya'ni o'zi ozuqalanmagan bo'lsa, ota-onaning o'zida jasadni to'ydirib qo'ygan bo'lsa, unda muammolar boshqalar ko'payib boraveradi. Shunaqa. Ba'zida men o'ylab qolaman, balki faqatgina fokusimizni bolalarni ta'limi, rivojlanishiga emas, balki shu ota-onalarni alohida qaytadan tarbiya qilarmiz deb jamoamga aytib qo'yaman-da. Chunki bu yoqda siz ming harakat qiling, lekin uyga borgandan keyin baribir ko'rganini qiladi-da. Xuddi shunaqa ozgina bizani qiynaydigan masalalar bor. Boyagi suhbatimizda erkakning asosiy kuch manbai uni yaqinlari tushunilishida dedingiz. Yana bitta savol. Ayol kuch manbai qayerda unda? Ayol kuchni qayerdan olsin? Bir arab olim aytganda, agar ayol kishi homilador bo'lib, uni tug'ishida yoki umuman homiladorlik paytida umuman yoki ayollikni his qilganingda degan, sen erkak bo'lib kelganingga afsuslanarding. Bu juda ham ya'ni o'ylab ko'riladigan gap. Ayol kishi juda ham bir yuqori pog'onada, yuqori ulug'langan zot ekanligini biz tushunishimiz kerak-da. Uni tushunmagan erkak kishi bo'lsin, umuman inson bo'lsin, ayolning qadrini bilmaydi. U ayol deganda o'zi hamma narsa kirmaydimi, ya'ni uni ichiga-da, ya'ni yoki u bu so'z ichiga. Ayolni uni xursand qilishdan boshqa narsa nima qilib bo'ladi, ya'ni. U ayniqsa u homiladorlik paytida bo'lsin. Bir ustozimiz aytib qoladi, ayolning eng shirin payti uni homiladorlik payti degan. Aynan sani farzandingni ko'tarib yurgan payti. Uni qancha sen xursand qilsang, voy bolam shirin sana, voy bolam ko'zingga qara deb erkalaysan bolangni degan. Agar uni xafa qilishga harakat qilaversang yoki xafa qilaversang, bolang gapingga kirmaydigan boshqa ham bo'lib chiqadi. Ayolni ya'ni hammamiz aytamiz, qiyshiq o'rg'adan yaralgan. Nima uchun urishga yoki to'g'rilashga harakat qilasan? Bu qiyshiq, shu qiyshiq desa, bo'ldi, shunchalik qabul qil uni. Tushunsizmi? Bu masalada men ham o'zim bir zo'rman deb bo'lmaydi. Chunki bir kitob bor, agar bilsangiz, erni huquqlari desa, kichkina varroqda ayolning huquqlari yoki boshqa desa, u katta. Chunki bu tugab bo'lmaydigan narsa. Erkak kishi tushunishi kerakki, qancha ayolini baxtli qilsa, xursand qilsa, u atdacha berishini biz tushunmaymiz-da. Yoki xuddiki biz qanaqadir bekitib qo'yayotgan narsamizga o'xshaymiz-da, unda ishlatmaydigan deb ishlatmaymiz deb o'ylaymiz. Yo'q, men shuni emas. Ayolni baxtli qilishdan, ayolni xursand qilishdan, ayolni o'ziniki emotsiyalaridan. Ayol kishi emotsiyasini ko'rsata olsa, emotsiyani ko'ra oladigan, emotsiya nimaligini tushuna oladigan erkak kishi u emotsiyalarni ko'rib, faqatgina shu orqali ya'ni dam oladi yoki maza qiladi. Emotsiyalarni ko'rsa, mayda narsani ko'rsa, baqirib yuboradigan masala, meni ya'ni nima desa, ular xayollarimda, ya'ni mayda narsaga ham xursand bo'ladigan insonda u ayol kishi. Katta buket bersangiz baqirib yuboradi. Kichkina buket bersangiz, kichkina gulcha bersangiz ham baqirib yuboradi. Masalan, ya'ni baqirib yuboradi, emotsiyasini ko'rsatib yuboradi. Nima uchun? Chunki elementar narsalar ham u uchun katta narsa. Erkak kishiga ba'zida elementar narsalar har doim ham bir xursand qiladigan holat bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ko'proq bo'lsa deydi. Ayol kishida unaqa emas-da. U ayol kishi
Noto'g'ri aytyapmanmi yoki mana Yo'q, ayting. Fitratga xos, ayollik fitratiga xos har bir kichik e'tibor, har bir kichik mehr qaysidir ma'noda gullatadi ayolni. Siz aytayotgandek bolalarcha emotsiyalarga, bolalarcha o'sha beg'uborlikka qaytib qoladi. Bizni ayol kishini baxtli qilish qanaqadir past bir ishdek ko'rmasligimiz kerak deb o'ylayman. Bilmayman, bizda balki shunaqa bir qaysidir vaqtgacha shunaqa bir ya'ni o'gitib kelindimi yoki o'rgatib kelindimi, ayol kishi majbur faqat. Men juda ham asabiylashaman. Boya ham aytmoqchi bo'ldim, hayolim keldi. Juda ham asabiylashaman. Shunaqa ilmli qizlar bor edi, shunaqa bir nimasi bo'ladi, jamiyatga, xalqqa ilmi bilan, saviyasi bilan shunaqa bir ishlar qila oladigan bir ayollar edi yoki bir qizlar edi. Umuman deylik, bu uyda o'tirib ham kerak bo'lsa-da, misol farzandlarni tarbiya qilib ham u jamiyatga juda ham jiddiy insonlar, juda ham bir foydali insonlar yetishib chiqaradigan ya'ni qizlar edi. Juda ham ilmli qizlar edi. O'qirdi, ilm olardi, boshqa qilardi. Erga tegandan keyin qo'pol qo'yayotgan bo'lsa, opa men uzr so'rayman, kuxarka bo'lib qoladi. Kuxarkani qanday to'g'ri aytsam bo'ladi, ya'ni to'g'ri aytmayman, tushunadigan gap aytdim, kuxarka bo'lib qoladi. Yoki ilmli qizni hali beparosat erkak kishini aytmayman, to'poy qilib qo'yadi. Idish tovoqlar bilan ovora bo'lib qoladigan, faqatgina ayol kishining ishiki idish tovoq yoki oshxona deb qo'yadi. Ayol kishi oshxonani tushunadi. Saviyasizlik mana shunda deb o'ylayman. Ayol kishi desa biz oshxona, bu bizni eng bizni ya'ni qulatadigan narsa ham shu deb o'ylayman. Ayol kishi desa biz faqatgina oshxonani. Ayol kishiga uyi yaxshi deymiz, boshqa yaxshi deymiz. U tabiiy uyida ham jamiyatga xizmat qilish yaxshi. Jamiyatga xizmat qilish deganda u juda ham katta ilm bazasini yoki juda ham bir jiddiy insonlar, jamiyatni o'zgartirib yuboradigan, rezonans qilib yuboradigan insonlarga yetishib turadigan inson ayol kishi bo'ladi. Har bitta ulug' insonni o'zimiz aytmaymizmi? Ya'ni har bitta ulug' insonning orqasida ayol kishi turadi. O'sha ayol kishiniki bizni xursand qilishi yoki uning kayfiyatini inobatga olib bir individual muomala qilishimiz yaxshi emasmi? Ko'chada qarasangiz itga ham chiroyli muomala qiladigan inson uyiga borib jiddiylik qoladi. Asl adolatsizlik shunda emasmi deysiz-da, ya'ni biz ayol kishini boya aytganimdek eng avvalambor unga muomala qilishi, unga go'zal muomalada bo'lishi, chiroyli muomalada bo'lishi, uni baxtli qilishi, xursand qilishi, shulardan maza qilib, shular bilan bir ya'ni o'zimiz uchun maqtanadigan inson bo'lmasa ekanmiz, ya'ni o'zimizga qara ayolim mendan xursand qildim deydigan inson bo'lmasa ekanmiz, yoki faqatgina biz ayollar deganda ularni yerga urib, bu ayol faqatgina oshxonaga yaraydi yoki faqatgina ehtiyojlar uchun ayolni maqomini tushiraveradigan bo'lsak, qulashimiz shu jamiyatimizni yo'q bo'lib ketishi, qulashi ham shunda bo'ladi. Shu menimcha madaniyat yetishmasligidanmikina, shu oila atalmish deylik katta ne'mat deymizmi, munosabat deymizmi, mana shularga qarashga, fikrlashga, tushunishga nisbatan madaniyatni yo'qligidanmi deyman-da. Shunda atrofimizda ham kuzatamiz. Deylik, yo ayolim ozgina kasal edi, o'tirishga bora olmayman yoki choyxonaga bora olmayman desa, ha, ayolidan qo'rqadi. Bu yerda qattiq qo'rqish, ya'ni begona uydan kirib, unga omonat qilib topshirilgan insonni deylik holati, uni salomatligiga e'tiborli bo'lish undan qo'rqish belgisi emas-ku. Ya'ni bizni jamiyatimizda asli shu madaniyatni o'zi yetishmasligi balki katta muammolardan birida. Siz aytayotgandek, mehr berish yoki bo'lmasam uni xursandchilik qo'shish haqida gapirilsa, ha, bu ayolni kirib ketib qolgan ekan, qo'pol qilib aytganda, mana shunaqa narsalarda juda xunuk holatda tarbiya qilishadi bolalarni. Ertaga urush janjal bo'lib ajrashaman desa, voy nega deyishadi. Ya'ni ayolni muhim bir ne'mat, omonat ekanligini tushunmasdan turib, o'sha madaniyatga ega bo'lmasdan turib oila qurib qo'yishadi, siz aytayotgandek-da. Achinarli. Endi menimcha shu yuqorida arab kishini gapini aytganimni tushungan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ayol kishini qanaqa ulug' zot ekanligini yoki qanaqa bir oliy maqomda yaralgan bir shaxs sifat ekanligini biz tushunganimizda balki erkaklar o'sha aytganimdek afsuslanishadi. Ya'ni afsus deganda
Alloh taolam meniki undan ya'ni qilib yaratmadi degan bir ichda balki qanaqadir bir o'y bo'larmidi, bilmadim. Shuning uchun tabiiy biz endi erkak kishi qilib yaratdik. Bizda ham o'zimiz mas'uliyatlarimiz bor va bu mas'uliyatlarni to'g'ri qabul qilganda hali ayolni ham baxtli qilish biz mas'uliyatligimizni ham unutmasligimiz kerak. Inson menimcha o'sha qiz farzandli bo'lganidan keyin ayolni qanday bir ulug' zot ekanligini tushunishni boshlaydi. Ya'ni fikrlashni, o'ylashni boshlaydi. Chunki o'zi katta qilyapti-da, o'zi katta qilyapti ayolni. Unga chiroyli muomala qilyapti, chiroyli gapiryapti, erkalayapti, boshqa qilyapti, masalan, qizim deyapti, u qo'lida ko'tarib yuribdi. Agar tushunishi, tafakkuri bo'lmagan inson bo'lsa, tugamaydi bu narsa. Tugamaydi. Demak, hozirgi kunda ayollarni o'sha foydalilik koeffitsiyentini oshirish deymizmi yoki jamiyatga foydali bo'lishda ishlash, ya'ni ish yuritish, faoliyat yuritishi, ko'chada qaysidir ma'noda bitta kasb egasi bo'lishiga siz jiddiy qanaqadir negativ fikrda emassiz. Tabiiy. Tabiiy, ya'ni men qarshi emasman, agarda o'sha jamiyatga haqiqatan foydali bir shaxs bo'layotgan bo'lsa. Biz juda ko'p o'ylayman-da. Hammamiz ayol kishi doktori so'raymiz. Ayol kishi doktorga borishimiz kerak, ya'ni ayolimiz kasal bo'lib qolsa, boshqa qilib qolsa, ayollarni qidirib yuradi. Erkak qarayotgan, erkak doktor ekan desa, qiyshayishni boshlaydi. Ayoli o'qiyotgan bo'lsa, qarshilik qiladi. Bizning logikalarimiz buzilganda, bizning kompasimiz buzilgan. Kompasimiz buzilgan. Bizda g'arbni ko'rsatadigan sharqni ko'rsa, sharq ketib qoladi, buzilgan kompas. Talab qilayotgan narsalar qilayotgan ishimizga to'g'ri kelmaydi, ya'ni. Tushunyapsizmi? Doktor bo'lgan ayol kishini sen to'g'ri tushunishing kerak. Sen turib berishing kerak, uni shuncha yil xizmat qilishiga, faoliyat qilishiga turib bera olaysanmi? Yo'q, qilmaydi deydi. Uyda o'tiradi deydi. Bolamga qaraydi deydi. Bolaga qarab shu yaxshi bo'lsin deydi. Tabiiy, sen uchun shu yaxshi ekan. Erkak kishi doktor ekan desa, sen uni normal qabul qil. Nimaga o'zing o'qitmading? Va bu muammolar boshqa ishlarda ham. Bu qanaqadir menga bahona bo'lib, kimdir bahona deb o'ylab qolishi mumkin-da, faqat doktor misol keltiravermadi. Yo'q. Taksi yaqinda ayol kishi taksilar chiqdi-da, nimaga, ya'ni bu kayfiyat ko'taradigan narsa emas deb o'ylayman. Taksi ayollar chiqdi, ayollar taksilik qilar ekan desa, o'ylanib qoldi. Unga erkak kishi o'tirar ekanmi desam, yo'q, faqat ayollar uchun ekan. Zo'r emasmi? Misolda, zo'r-ku masalan, zo'r-ku masalan. Kerak bo'lsa men o'sha insonni topib investitsiya kiritaman shu ishiga. Zo'r-ku masalan, ayol kishi o'zi bu joyga borib kelishi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana men предложениyadan ishlatdim, mana ayol kishi kelar ekan faqat. Kerak bo'lsa tanishasan, gaplashasan deb ketasiz-da. Bu boshqa ishlarda ham. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu narsani biz qabul qilib, shu jamiyatga shu yo'l bilan, to'g'ri yo'l bilan tabiiy xizmat qila olar ekan deb qabul qilmasak, muammolar ko'payaveradi. Nolib yuraveramiz. Unaqa ekan, bunaqa ekan, bu yerda unaqa bo'lyapti, bu yerda bunaqa bo'lyapti. Shunaqa. Xuddi hozir siz aytayotgan masala bo'yicha aniq bitta misol bo'ldi-da atrofimda. Yo'q, meni xotinim ishlamaydi, deyapti bittasi. Meni xotinim ishlayotgan ekan. Men erkakman dedi. Meni xotinim ishlamaydi dedi. Yonidagi odam aytadi. Ha, yaxshi, ishlamaydimi xotining? Yo'q, ishlashiga qarshimisan? Ha, umuman ayol kishi uyda o'tirish kerak. Ha. Farzandli bo'lasanmi? Ha. Ha, xudo xolisa. Ha, yaxshi. Farzandingni erkakli tug'dirar ekanda-ya, dedi sherigi. G'alati bo'lib qoldi. Yo'q, nimaga ayol kishi? Nimaga unda o'zing qarshi chiqasan? Ayollarni ishlashiga nega qarshi chiqasanki? Ertaga seni o'zingning ehtiyojing bo'lib turibdi. Ertaga o'zingni jigaringni tug'dirishga borganingda erkaklarga ishonmayapsan. Ayol doktor, xuddi siz aytayotgandek, ayol hamshira yoki ayol doktor mutaxassis qidiryapsan. Nimaga sen o'zing tayyormassan shu narsaga? Va nimaga talab qilyapsan vaqt o'tgandan keyin? Yoki bo'lmasam qizing bo'ladi. Bog'chapa, deylik, alishtirish kerak, qo'llab qo'ydi. Erkak kishi alishtiradimi? Bog'chaki bo'ladimi? deb shunaqangi zo'r tushuntirib qo'ydi o'sha odamga. Men qo'limni ko'tarib oldim-da. Ya'ni xuddi siz aytayotgandek, fikrlashimiz biz xohlayotgan narsaga ba'zida to'g'ri kelmasligi mantiqsizlik. Buni ko'pchilik patriotchilik desa kerak, patriotizmmi shunaqa desa kerak. Bu tushunchalarga men o'zim inson sifatida yoki erkak kishi sifatida tabiiy qarshiman. Patriarxatchilikka, boshqaga. Bu narsalarni biz tabiiy qabul qilishimiz kerak. Bu ehtiyojimiz ham bor bu narsaga. Biz buni rost aytishimiz kerak, ehtiyojim. Ayol kishi desa biz negativ holatda uy uchinib qolamiz. Faqat uyda o'tirish kerak degan narsani tushunamiz. U rivojlanish kerak bo'lgan, o'zini ustida ishlash kerak bo'lgan ayolni unutib qo'yamiz. U ham bir shaxs ekanligini ham unutib qo'yamiz-da, ya'ni.
Shunaqa masalalar bor, ya'ni ayol kishi taraf bo'lib aytadigan bo'lsak ham ayol kishining o'zini masalalari bor, erkak kishi taraf aytadigan bo'lsak ham erkak kishining o'z masalalari bor. Biz balans to'shab neytral bo'lishga harakat qilmasak, muammolar bo'laveradi. Tugamaydi hech qachon. Muammo hech qachon tugamaydi, uni yechimini qilmasak. Yechimini aytib o'tirishimizdan ham foyda yo'q-da. Ya'ni u harakatimiz ham bo'lish kerak bu narsaga. O'zimizdan boshlashimiz kerak. Bizda ayol kishi o'qirkan, kontrakti bor ekan desa, bir bomba tushgandek bo'ladi. Pul siz uchun nima? Vosita. Vosita desam to'g'ri bo'lar ekan. Men yaxshi sharoitda bo'lishimga deylik, bizda yaxshi sharoit deganda yaxshi o'zimni tutishimga vosita sifatida xizmat qiladi. Men dunyo ko'rgim keladi. Menga vosita sifatida xizmat qiladi. Men yaxshi mashina mingim keladi. Menga vosita sifatida xizmat qiladi. Men uydagilarimni xursand qilgim keladi. Menga vosita sifatida xizmat qiladi. Va unutmasligimiz kerakki, bu vositamiz bizda cho'ntagimizda bo'lishi kerak, qalbimizda emas. Qalbimizda bo'ladigan bo'lsa, boya aytganimizdek, kompaslarimiz buzilib, champarchas bo'lib ketib qoladi. Bu yoqni ko'rsatib qoladi. Nenormal bo'lgan narsalar bizga normal bo'lib ko'rinadi. Normal bo'lib ko'rgan narsalar bizga undoqroq bo'lib ko'rinadi, yomonroq bo'lib ko'rinadi. Bir vosita ekanligini tushunmasak. Eng muhimi pul deydi-yu. Eng muhimi pul, pulga hamma narsani sotib olsa bo'ladi, hamma narsaga pulda hal qilsa bo'ladi deb o'ylaydi odamlar. Bir arab boyimi bo'lgan xullas. Arab boyisi bo'lgan deb xullas bir kun avariya bo'ladi. Juda ham boy odam, bir kun boy bo'ladi. Lekin boy bo'ladi-da. Avariya bo'lib qoladi-da, больницаga tushib qoladi. Больницада hamma joyda shol bo'lib qoladi. Kichkina hikoya, hamma joyda shol bo'lib qoladi. Hayotga asosan hayotda bo'lgan voqea. Boy odam shu avariyaga tushib qoladi, hamma joyda shol bo'lib qoladi. Puli hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Hayolimizga nima kelsa shu darajada boy odam-da, arab ya'ni sheyxlar. Bir kun nima orzu qilasiz degan. Pul siz uchun hamma narsa deb o'ylardingiz desa, yo'q, uni deb o'ylamayapman, lekin deyapti, shu orqamni qashlash uchun nech pul bo'lsa beraman deyapti. Tushunasizmi? Shunaqa deyapti-da, ya'ni. Shunda kelgan qashlab qo'ysa, hamma bor dunyoyimni berib yuboraman deyapti. Yana bittasi bor. U ham arablardan adashmasam. Juda ham boy odam bo'ladi, pul yig'adi. Shunday bir qasri bo'ladi, oltindan bo'ladi u qasr. Haqiqatan bo'lgan narsa shu. Oltindan joy qurgan, u seyfga o'xshagan narsa qurgan. Ichida o'zini shu boyliklarini, seyflarini, o'sha qimmatbaho mashinalarini, hamma narsasini saqlaydigan joy bo'lgan. Bir kun degan, men shu seyfimda degan, shu uychamda degan oltindan qurilgan uychamda bir kun qamoqchiman degan. Hech kim meni bezovta qilmasin, shu ko'rib maza qilib o'tirmoqchiman degan. Qilib berishgan shunaqa sharoit. Tabiiy bilasiz, u seyf, ichida hamma boyliklar, bu juda ham qattiq qulflanadi. O'rtaga chiroyli dasturxon qo'yib, bitta o'zi shu boyliklarni tomosha qilib, ovqatlanib o'tiradi. Endi ketaman deganda eshik qulflanib qolgan bo'ladi. Ocha olmaydi eshikni. Juda ham qattiq harakat qiladi, ocha olmaydi. Vaqt o'tadi, ocha olmaydi. Umuman o'sha yerda o'tirib qoladi o'sha yerda. O'sha odam oxiri ochligidan qonini kesib yozib ketgan ekan. Men palonchi boy odam, shu boyliklarimga termilib, ochnahol o'ldim degan. Tushunasizmi? Bu biz bir vosita sifatida qaramasak bu narsaga, bizda juda ham bir nimasi bo'ladi. Detallarga qaraydigan inson sifatida qilib qo'yadi deb o'ylayman. Bir-birimizga munosabatimizni ham, muomalamizni ham, suhbatlarimizni ham faqatgina shu atrofida qilib qo'yadi deb o'ylayman. Bir rivoyat bor-da. Agar insonlar yaratgan haqida, yaralishidan maqsadi haqida bir joyda jamoa bo'lib gaplashib o'tirsa, ya'ni jamoa bo'lib deganda shu yig'ilib gaplashib o'tirib, chiroyli suhbatlar qilishsa, 70 mingta farishta tushib ularni muhofaza qiladi degan. Suhbatlar undan tashqari bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shu masala tafakkurdan, yaratgan haqidan tashqari bo'ladigan bo'lsa, dunyoviylashib ketadigan bo'lsa, u o'zi o'tiraveradi u yerda degan. O'tda bir foydali gap bo'lish ehtimoli juda ham kam. Nima bo'lishi mumkin? Falon narsa oldim, piston narsa oldim, u narsa oldim, bu narsa oldim deydi. Shu-da. U nima uchun yaraldi? Nima maqsadda keldi? Nimalar qilish kerak? Tafakkur qilishi uzoq bo'ladi unaqa odamlarning suhbatlari. Ya'ni nimasi bo'ladi? Bir moliyaviy holati yoki umuman puldor odamlar deydi-da. U juda ham uzoq bo'ladi. Bunaqa suhbatlarda e'tibor etganda yaxshi narsalar gaplashilmaydi odatda. Asosan.
Bunga vosita sifatida qaramasak ham juda ham yomon ketadi. O'zi boylik ham yaxshi narsa. Biz unutmasligimiz kerak. Boylik inson musulmon kishi ayniqsa boy bo'lishi, puli bo'lishi, sharoiti yaxshi bo'lishi, yaxshi mashinada yurishi, yaxshi kiyinib yurishi, boshqa qilsa. Bizda ko'pincha kambag'allikni nimasi bo'ladi, romantizatsiya qilishadi. Yaxshiroq ko'rsatib qo'yishadi. Yo'q, bu narsa ham yaxshi narsa emas o'zi aslida. Yaxshi sharoitda qilishimiz, yaxshi yashashimiz, pulimizni, mashinamizni, sharoitimiz yaxshi bo'lishi, chiroyli uyda yashashimiz, chetlarga chiqib ko'rishimiz, bu hammasi zo'r. Lekin o'sha aytganimdek qalbimizda emas, cho'ntagimizda bo'lsa. Bu narsalarga biz vosita sifatida qaramasak. Shunaqa. Hayotimiz davomida endi aka-ukalar, opa-singillarni ko'ramiz. Men o'zim yakka qiz bo'lganim uchun biz ko'pincha qarindoshlar bilan solishtirilganmiz. Aka-ukalar esa doim aka-uka bir-biriga solishtirilganda. Kecha bitta inson bilan suhbat qilyapman. Men dedi 24 yoshimgacha akamni yomon ko'rganman dedi. 24 yoshimgacha chunki faqat akangni qara degan solishtirish bilan katta bo'lgan, akam yomon ko'rardim dedi. O'shandan keyin qanaqadir vaziyat bo'lgan. Mani aqlim, o'zimni fikrlashim o'sha kengaygandan keyin mana hozir mani akamdan yaqinim yo'q. Hech kim bilmaydigan sirlarni akam biladi deb javob beryapti-da. Ya'ni sizda ham bu og'riqlar bo'lganmi? Akangiz bilan solishtirishlar yoki qaysidir ma'noda bo'ladi-ku. Bizda doimiy qarindoshlar bilan solishtirilgan va bu meni rivojlantirgan. Yaxshi tarafga rivojlantirgan, yaxshi ma'noda o'stirganda. Sizda qanaqa bo'lgan bu narsa? Avvalambor onamdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Onam juda ham ilmli inson. Tarbiyamizga juda ham individual qaragan inson. Va onamdan bu masala bo'yicha juda ko'p savol-javoblar qilishadi. Onamdan Alloh taolo rozi bo'lsin degan otamdan ham onam bizni tarbiyamizda juda ham katta rol o'ynaganlar. Biz 5 ta farzand bo'lsak, men 4-chisiman. 5 talarimizga ham juda ham individual yondashganlar. Biz dunyo qarashlarimiz, fikrlashimiz boshqacha bo'lishi mumkin va odamlar shunaqa deb o'ylaydi. Bu tabiiy yaxshi qabul qilishimiz kerak. Men misol deylik, akam bilan fikrlarimizni boshqada ba'zi masalalarda to'qnash kelish, boshqa kelishini tabiiy qabul qilaman. Bu yaxshi narsa deb o'ylayman buni. Nimaga shu narsa bizni rivojlantiradi? U jamiyatda ham xuddi shunaqa ekan. Bizni fikrlarimizda turli xil bo'lishi, kimdir yaxshiroq, asos to'g'ri bo'lishi kerak. Asos har doim jamiyatga foyda, manfaatli bo'lishi kerak. Fikrlar, qarashlar turli xilcha bo'lishi bu yaxshi narsa, bu rivojlantiradi. Bu oilani ham kerak bo'lsa rivojlantiradi. Men ukam ham, akalarim ham, boshqa ham hammamiz individual shaxs sifatida juda yaxshi tarbiyalandik, alhamdulillah. Men bu uchun onamdan hech qachon bir nima bo'ladi, haqlarni ado qila olmasam kerak. Alloh taolo rozi bo'lsin onamdan. Juda ham yaxshi inson. O'zlari ham rejissyorlar. Bizga individual yondashganlar. Akamga ham, menga ham. Shunaqa. Va men hech qachon mendan akam yaxshiroq yoki men akamdan yaxshiroqman yoki ukam mendan yaxshiroq unaqa bo'lmagan bizda. Bizga doim onam bir bo'lganinglarda juda katta ishlar qilishinglar mumkinligini unutmanglar deb tarbiya berganlar. Sizlar birlashsanglar, aka-ukalar birlashsanglar, kerak bo'lsa tog'da ham talqon qilarasizlar. Bizga shunaqa tarbiya berilgan. Men akam bilan birlashsam, qarshi bo'lmay unga birlashsam, men u bilan katta ishlar qilishim mumkinligini biz tushundik ham, bildik ham, qildik ham. Ukam bilan biz munosabatlarimiz yaqin bo'lishi, boshqa bo'lishini uni ham tushundik ham, bildik ham. Oralarda qanaqadir oramizga fitna solishlar, boshqalar kira olmasligini sababi ham bizni tarbiyamizda bo'ladi. Hech qachon meni bir akamdan yoki ukamdan kimdir bir qanaqadir meni qarshi qilib qo'ymaydi yoki boshqa qilib qo'ymaydi. Ta'sir ham o'tkaza olmaydi. Nimaga? Bizni tarbiyamiz mustahkam, alhamdulillah. Chunki boya aytganimdek tarbiyamizda ham ruhiy taraflama ham, jasad taraflama ham juda ham bir balansda. O'shaning uchun deyman, onam Alloh rozi bo'lsin onamdan, juda ham bu masalada jiddiy yondashganlar bu narsaga. Va bu bizning muvaffaqiyatlarimizning kaliti ham, agar bu narsaga erishib muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsak, kaliti ham yoki bu asosi ham onamda deb o'ylayman. Alhamdulillah. Shunaqa. Ya'ni u bir-birimizni solishtirib tushunmovchiliklar boshqada mayda-chuyda narsada bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir holatda aytaman sizga. Mendan juda ko'p so'rashadi bu narsani, o'shaning uchun bir nuqtaga qo'yib ketaman shu yerda. Juda ham yaxshi. Ko'p ko'rib qolaman-da. Akam umuman boshqa narsalarda fikrlasa, mana umuman boshqa fikrlagan gapimni qo'yib qo'yishadi. Qalab qilibdi masalan. Va buni kimdir normal qabul qilishi mumkin. Normal qabul qilganlar ham juda ham ko'p. Inson otasi bilan fikrlashlari turli xil bo'lishi bu zo'r narsa kerak bo'lsa. Bu zo'r narsa.
o'zim bilan bo'lgan bir holatda aytib ketay. Bir kun darsda o'tiribman, suhbatda o'tiribman. Majlisda. Juda ham foydali majlis bo'layotdi. Tarixlar haqida, boshqalar haqida gap ketyapti. Va shunaqa masala ochilib qoldiki, oilaviy muammolar yoki boshqa masalalar tashqariga chiqib uni muhokama qilish haqida bo'lib ketdi. O'sha suhbatda asosida o'tirgan shu ustozimiz, katta odamimiz aytayapti. Oldin mana Rossiyada puskavarat bo'lgan narsa bo'lardi deydi. Chiqib hamma oilaviy muammolarni olib chiqardi, boshqa qilardi. Endi shu biz O'zbekistonga ham kirib kelibdi dedi. Hamma o'tirganlar shunday qaraganda menga. Xuddi men qilayotgandek bo'lganman-da bu narsani. Tapur-tupur qarashgan. Gapirayotgan odam ham o'zi ham xijolat bo'lib qolgan. Nimaga unaqa bo'ldi? Bilmagan ya'ni. Bunaqa reaksiya bo'lishini. Bunaqa reaksiya bo'lishini bilmagan. Keyin suhbat tugagandan keyin so'radilar mendan. Nimaga hamma sizga qarab qoldi? Nimaga sizga hamma unaqa qildi deganimda degan. O'zlari ham sezdilar-da bu narsani. Aytdim, aka, o'sha muammolarni olib kirgan odam yoki o'sha muammolarni O'zbekistonda muhokama qilayotgan yoki shu masalalarni ko'tarib chiqayotgan inson men akam bo'ladi degan. Biz o'sha radnoy akam, qondosh akamiz bo'ladi. Nimaga unaqa qiladilar dedi. Men aytdim, u yerda bir muammo bo'lsa, u hammaga ibrat bo'ladi. Avvalambor u yerda juda ko'p tomoshabinlar o'tiradi, ibrat bo'ladi. U kimdir ko'radi, boshqa qiladi va u yerda ekspertlar bo'ladi. O'sha to'g'rilab qo'yadigan, fikrlashadigan, fikrlar almashadigan va eng asosi deganman, domla deganman. Domla bir odam bo'lganda. Oxirida imom so'zni yakunlatadi degan. Oxirida bilsangiz, imom so'zni yakunlab beradi. U oldin televideniyada bunaqa holat bo'lmagan. Oilaviy masalalar ayniqsa. Hech kim bunaqa kontent qilmagan yoki hech kim bunaqa olib chiqmagan. Shu biz akamiz qilgan shu narsani deganimizda. Unda o'ylab ko'rish kerak ekan. Unda bir yaxshi taraflari ham bor ekan deganlar. Shu va bu tabiiy narsalar, ya'ni fikrlar, boshqalar bir qanaqadir boshqacha bo'lishi. Asosi deylik bir-birimizga foydamiz tegishi fikrlarda boshqadir. Shunaqa. Ya'ni biz deylik bir qanaqadir to'qnash kelgan yoki bir-birimizni unaqa yomon ko'rgan narsada aslo bo'lmagan u narsa. Bo'lmasin ham, ko'z ham tegmasin. Aytganingiz. Juda chiroyli. Kichkina blitz savollarimiz bor. Tez-tez javob berish kerak. Tayyormisiz? Pul yoki qalb xotirjamligi? Qalb xotirjamligi. Mashhurlikmi yoki tinch hayot? Tinch hayot. Sababini aytaymi? Ha. Arablarda bitta gap bor. Ash-shuhratun afatun deydi. Mashhurlik, shuhrat, hamma sizni tanishi, sizni e'tirof qilishi, sizni maqtashi boshqasi, u ofatdan boshqa narsa emas. U sizni jarlikka bir qadam, bitta qadam siz jarlikka tushib ketib qolasiz. Kibr, a? U kibr, boshqa muammolar ham. U shunday bir nozik bir narsada turgan bo'lasiz. U narsadan jicha iljisangiz ham yo tushib ketasiz, yo bo'lib ketib qolasiz. O'shaning uchun bu narsaga havas qilish kerak emas. Juda ko'pchilik hozir muhokama qiladigan mavzu ekanda, juda ko'pchilik hozir odamlar meni tanisin, bloger bo'lay, boshqa bo'lay, unaqa bo'lay, hamma hozir bloger. U sezmayaptiki bu katta bir mas'uliyat, bir katta bir narsa ekanligini. U jiddiy bir yondashish kerak bo'lgan narsa ekanligini. Odamlar bir ahmoq bo'lib ham tanilyapti. Shunaqa. Qo'pol qo'yayotganda keraksiz ham bo'lib tanilyapti-da. Tushunasizmi? Ya'ni jamiyatga kerak bo'lmagan mavzular ham chiqarilyapti. O'sha aytganimdek, nimaga siz asosi ash-shuhrat va ofat. Mashhurlik, shuhrat sizga ofat. Agar mendan so'rashsa-ki sen bir 5 yil oldingi hayotingga qaytarma, hech kim seni tanimasa, boshqa narsa qaytarmas. Joni dilim bilan derdim. Nimaga? Chunki bu katta mas'uliyat. Men bunga to'g'ri yondashmasam, ozgina xato qilib qo'ysam ham, men kimdirdir noto'g'ri bir yo'lga chorlab olishim mumkin. Chunki noto'g'ri yo'lga ketib qolishi mumkin. Ozgina foyda yetkazsam ham, unga foydali bo'lishi tabiiy. Lekin ozgina xato bo'ldi. Tushunasizmi? Shu masalalar bor endi. Cho'zib yubordim. Yo'q, juda ham yaxshi to'xtalib o'tildi. Eng qo'rqadigan narsangiz? Qabul qilishni to'xtatib qo'yganimda deb o'ylayman. Balki yoki qabul qilishim o'sha atrofdagi narsalarni qabul qilib, shunaqa bo'lish kerak ekan yoki boshqa narsani meni muammolarga tiqaveradi deb o'ylayman. O'ylantiraveradi deb o'ylayman. Shu. $10,000 yoki 1 million auditoriyaga ega bo'lishingiz? Oz qopti-da, 1 million auditoriyaga ega bo'lishingizga. 1 million auditoriyam bo'lsa-yu, foydam tegayotgan bo'lsa. $10,000 taklif qilishsa. Yo'q, menga bundan katta summalar taklif qilishgan. Yo'q, men auditoriya tanlayman, sababi foydam tegsin. Foydam tegsin, jamiyatga bir yaxshi bir ish qilay, boshqa qilay deyman. Yashash bo'yicha O'zbekistonmi yoki chet el? Doimiy yashash. Bizda vatan deganda buni nima desa bo'ladi? Hozir hamma har xil tushunishi mumkin. Men uyim vatan. Meni uyim, oilam tinchligi, yaxshi yashayotganim bu vatanim meni.
Men shu yerda tinch yaxshi yashayapmanmi? Vatanim bu. Men shu yerda tug'ilib katta bo'ldim. O'zbekistonda tug'ilib boshqa qildim. Lekin meni deylik rivojlanishim uchun, jamiyatimga xizmat qilishim uchun lokatsiya aynan bu degani emas-ku, masalan, to'g'rimi? Yashash uchun tabiiy bu hamma uyini xohlaydi. O'zbekistonni xohlaydi. Bu zo'r narsa. Ya'ni yaxshi narsa. Men shu yerda yashashim kerak. Lekin men deylik xizmat qilishim uchun, foydam tegishi uchun aynan shu yerda bo'lishim kerak yoki boshqa joyda bo'lishim kerak degan narsa yo'q-da. Noto'g'rimi ya'ni? Bu meni shaxsiy qarashim. Ya'ni masalan, lokatsiyalarga bog'lanib qolishimizni tabiiy qilishimiz kerak. Bu chunki bu siyratdan ham shu. Agar birisi Payg'ambar vasallam Makkadan o'zlariniki yurtdoshlari, vatandoshlari chiqarayotganda orqaga qaraganlarda, "Sen men yaxshi ko'rardim" deganlar-da. Men endi ko'proq vaqtimni Makkada o'tkazganman-da, o'sha Saudiyada bo'lganman. Shu narsalarni his qilganman, ya'ni odam vatanini tashlab ketishi, boshqa qilishi. Biz bu yerga bog'liqmiz. Qayerda bo'lmaylik, qayerda yashamaylik, qayerda bir zo'r sharoitimiz bo'lsin. Amerikada bir tug'ilib katta bo'lgan odamdan so'rasangiz ham, vatan baribir boshqa deydi. Tushunasizmi? O'zbekiston baribir boshqa deydi. U bizni qalbimiz tortib turishi u to'g'ri narsa, u bor narsa, bu bizni tabiiy qabul qilishimiz kerak. Asosiy xizmat qilishimiz kerak. Biz shu yerda foydam jamiyatga, xalqimga deylik, foydam tegyaptimi? Tabiiy men shu yerda yaxshi yashayapman. Ammo lekin boshqa joyda ham foydam boshqa desam, u yerda ham yaxshi yashash, boshqa qilish bu nisbiy narsalar-da, ya'ni buni biz bunaqa desak, olifta gap bo'lib qolishi mumkin deb o'ylayman. Eng yoqtirgan davlatingiz yoki orzu qilgan davlatingiz borishni xohlaydigan? Parijga borish niyat qilyapman. Chunki nima bo'ladi, bir bolaligimdan shu Eyfelli tagida rasmga tushish qanaqadir menga simpatiyam bor. Shu Eyfelliga borish, lekin ko'pchilik ya'ni qanaqadir yomon taraflarini aytishadi. Bilmadim, shu men Eyfelli ko'rishni xohlayman, lekin yashash yoki vaqt o'tkazish desa, bunaqa davlatlar ko'pdir. Men Gruziyaga borganimda juda ham maza qildim. Jorjiyaga, Gruziyaga borganimda juda ham tabiati boshqasi yoqdi menga. Qayta boradigan shahar. Makka, Madina u yashaladigan shahar. U yerda ibodat, yashash boshqa. Agar hozirgi kunda deylik Instagram o'z-o'zidan yo'qolib ketsa, kim bo'lib qolasiz va qaysi sohada o'zingizni rivojlantirishga boshlaysiz? Katta ehtimol bilan tadbirkorchiligimni qilsam kerak. Men doim Instagramga hobbi sifatida qaraganman. Shundan menga foydam tegyaptimi, shuni davom ettirishim kerak. Ya'ni hech qachon nimasi bo'ladi, birinchi o'ringa qo'ygan momentlarim ham bo'lgan. Ya'ni meni faoliyatim shu, men shu blogerman degan momentlarim ham bo'lgan. Lekin asosi nimasi bo'ladi, o'sha boy arablarda aytgan maqoladek ash-shuhratu afatun. Bu narsaga inson bog'lanib qoladigan bo'lsa, faqat shuni atrofida yuradigan bo'ladigan bo'lsa, faqat ishi shu bo'ladigan bo'lsa, juda ham nimasi bo'ladi. Ba'zi holatlarda hamma narsaga tayyor insondek bilmadim, bo'lib qolgandek tuyulib qoldi menga orada boshqada. Shuning uchun men har doim bunga hobbi sifatida qaraganman. Mabodo bu narsa bo'ladigan bo'lsa ham, ya'ni hech narsa nimasi bo'ladi, yo'qotadiganim xizmatim deb o'ylayman. Xizmat qilishim to'xtab qoladi. Chunki hozir yaxshi odamlarga foydam tegyapti. Masalan, deylik, u chet ellik odamga ham foydaliroq narsani yetkazyapman deb o'ylayman, ya'ni harakat qilyapman-da, hech bo'lmasa. O'sha xizmatim to'xtab qolsa kerak deb o'ylayman. Chunki 3 ta qoida bor-da o'zi aslida. Shuni ham aytib ketay, hamma joyda aytganman buni. 3 ta qoida bor. Agar shu 3 ta qoidaga inson amal qilib yashasa, hamma narsasi yaxshi bo'ladi. Baxtli bo'ladi ham. Baxt nimaligini tushunib yetadi-da. Birinchisi, biror bir ish qilayotganda menga nima foydasi bor buni deyish. Menga nima foydasi bor? Shu bir ish qilmoqchiman. Shuni menga foydasi bormi? Galochka bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nimasi bo'ladi? Bor bo'ladigan bo'lsa, uni qilish kerak. Bu birinchisi. Tasdiqlanadi birinchisi. Ikkinchisi, meni yemay ichtirgan, kiymay kiydirgan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan, meni katta qilgan, menga investitsiya qilgan, meni deylik tarbiyamga jiddiy qaragan, mana shunaqa bir inson bo'lib yetishishimga fokus qaratgan ota-onamga foydasi bormi, yo'qmi? Bormi? Ya'ni galochka belgilanadi. Uchinchisi, jamiyatimga nima foydasi bor? Men bir ish qilar ekanman, men o'zimga foyda bor ekan, ota-onamga foyda bor ekan. Jamiyatga nima foydasi bor? Bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, u ish tasdiqlanadi. 3tasi ham tasdiqlansa, u ishni qiling. Qilishimiz kerak-da, ya'ni. Agar u 3tasi bo'lmaydigan bo'lsa, u jamiyatga foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, qilmaslik kerak. O'zingizga ham ota-onangizga foydasi bo'lsa ham. O'zingizga foydasi yo'q, ota-onangizga ham, jamiyatga ham foydasi bor, qilmay qo'yavering uni. Zerikasiz qaysidir payt. Ota-onangizga foydasi yo'q, o'zingizga, jamiyatga foydasi bor, qilmay qo'yavering uni ham. Nimaga? Chunki uchalasiga hamma narsa bog'liq. Shu 3ta narsani biz biror bir ish qilmoqchi bo'lganimizda tasdiqlatib olsak, ko'p ishlarimizni
rivojlanib zo'r bo'lib ketadi deb Juda o'ylayman. manfaatli formula ekan. Ha, Aynan. O'zim uchun qabul qildim. Endi bizda ham bor, endi bizniki sal umumiyroq ekan. U juda konkret formula bo'ldi men uchun. Boya aytdik, ayol, erkak, umuman oila munosabatlari, romantik munosabatlar. Mana shu narsani birozgina bo'rttirib, Instagram olamida go'zal er-xotin munosabatini yaratayotgan insonlarga, doimiy er-xotin birga chiqadigan yo'nalishlarga qanaqa qaraysiz bloger sifatida? Family content deyiladi. Nima deyiladi? Family blogmi shunaqa deyiladi? Shunaqa deyishadi. Odam nimaniki ko'z qilsa, bu meni shaxsiy qarashlarim. Men buni bir asos qilib olishmasin. Bu meni shaxsiy qarashlarim, fikrlarim. Ya'ni men shunaqa deb o'ylayman. Chunki menga shunaqa tarbiya berilgan, shunaqa o'rgatilgan, shunaqa katta bo'ldik biz. Va shu bilan biz kam bo'lmadik. Ha. Alhamdulillah. Shu bilan biz kam bo'lmadik. Hammasi bizda yaxshi ketyapti deb o'ylaymiz. Hammasi zo'rman dedi. Hech qachon bir nolimaganman holatimda. Ha. Uki ko'z qilsangiz yo'qoladi hamma narsa. Ko'z qilsangiz ko'z tegishi bor narsada, bu hech kim uni e'tiroz qila olmaydi. Nazar tushishi, boshqa qilishi, ruslarda boya aytganimdek bitta gap bor. Счастье любит тишину deydi-yu. Shularni ko'rsatmasdan turib inson baxtli bo'la olmaydimi deb o'ylaysizda? Bizda asos bo'lib qoldi, yo ko'rsatishim kerak deb qo'yadi. Ko'rsatmasa xuddi nima bir minus bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Bunda zarar borki foyda yo'q deb o'ylayman. Zarar borki foyda yo'q. Zarari odamlar uni ko'rishi, avvalambor ko'rib nolishi o'zini holatidan. Ha. O'zini holatidan ko'rib nolishi. Foydasi yo'q uni. Nima foydasi bo'lishi mumkin uni? O'ylayman-da uni. Baxtliligini hammaga ko'rsatayotganing. Sen sun'iy ravishda baxtli bo'lib qolmayapsanmi degan. U foyda bo'lyapti deb o'ylaysiz sizga. Shuni orqasidan pul topish yoki boshqa qilish bilmadim endi qanchalik u balki ularda ham o'zini qanaqadir bir dalillari boshqalari bordir. Baxtli bo'lish bu uyda bu. Yolg'iz qolganingizda. Masalan, bir millionlab odamlar ko'rsatadi, yo'q shunaqa kontent qilayotganlar. Uydagi yolg'iz qolgan holatinglarni suhbatlashayotgan holatinglarni millionta odam ko'rsa, bular haqiqatan ham baxtli ekan degan xulosaga keladimi deb o'ylash kerak-da odam. O'ziga savol berish kerak-da. Men hozir odamlarning ko'zida baxtli bo'lib qolmayapmanmi yoki faqat odamlarning ko'zida baxtli ko'rinishga harakat qilmayapmanmi? Bizda aytayman-ku, atrof uchun ko'p bo'lib qoldi-da. Atrof uchun. Atrofda bunaqa deyishyapti qilishim kerak. Atrofda bunaqa deyishyapti qilishim kerak. Atrofdagilar bunaqa qilyapti, men ham qilishim kerak degan narsa. Yo'q, biz individual shaxsmiz. Biz individual yaratilganmiz. Har bitta inson u individual insonda. Bir-biriga o'xshash insonlar yo'q. Dunyoda bir-biriga 100% to'g'ri keladigan insonlar yo'q. U ayol bo'lsin, erkak kishi bo'lsin, yo'q unaqa yo'q. Hammamiz individual shaxsmiz. Yaratgan bizni individual qilib yaratgan. Hammamizda o'zimizning qirralarimiz, o'zimizda, ya'ni nimasi bo'ladi, bir joylarimiz, ya'ni takrorlanmas narsalarimiz bor-da, ya'ni hammamiz individual shaxsmiz. Endiki hammaga ko'z qilishimiz, boshqa qilishimiz bo'lmaydigan narsa endi demoqchiman-da, umumiy. Hammamizni bir individual yaratganmiz va baxtli bo'lishimiz, boshqa bo'lishimiz tabiiy, bu yaxshi narsa. Ijtimoiy tarmoq uchun yashaydigan bo'lib qoldik-da. Aynan. Shuni nazarda tutaman. Bu bizni nimasi bo'ladi? Baxtli bo'lishimizga ham ta'sir qiladi. Elementar narsalardan baxtli, xursand bo'ladigan bo'lib qola olmaymiz unaqa. Ya'ni tabiiylik yo'qoladi deb o'ylayman. Bir kuni bir vaziyat bo'ldi-da. Bitta insonni, ya'ni mehnat haqqi, kelishuvdagi bay masalalari buzilgan va o'sha insonga kerakli bo'lgan haqni davomiy ravishda kechiktirishganda va bu narsa yozib qo'yilgan. Undan tashqari guvohlar ham bor, qo'l ham qo'yilgan, alohida yozma hujjat ham bor. Va shu holatda qarzdor erkak, bu yerda jabrlanuvchi deymiz, ayol. Har bitta o'sha hujjatni, har bitta fakt deymiz, kerakli masalalarni o'rtaga qo'yib so'ralganda o'zini har xil holatga, har xil kuyga solgan erkak. Endi bu yerda shariat ham aralashtirilganda, Xudodan qo'rqmaysanmi, birovning haqqi degan masalalar bor. Shuncha vaqt cho'zib yurgan insonga media bilan qo'rqitilganda, deylik, hozir mana shu narsani istoriyaga yoki video qilib joylayman deganida, uzoq 5 daqiqada o'sha haq tashlab berilganda. Va buni ko'rib kuzatib bir xulosa olasizda,
nimadan qo'rqish kerak asli, lekin nimadan qo'rqyapti? Kimdan qo'rqishing kerak, nimadan qo'rqishing kerak o'zi asli, lekin sen nima qo'rqityapti seni? Hozirgi hayoting bilan, hozirgi mashhurliging, hozirgi soxta deylik tanilganing muhim ekanda, seni keyingi dunyoyingdan ko'ra degan xulosa bo'lib qoladi-da odamda. Achinarli-da. Bir kulgisi keladi, bir achinasiz. Bir ustozimiz bor edilar. Juda ham ahli ilm odam edilar. Shu inson juda ham bir ta'sir qiladigan gap aytganlar-da. Sen farzandlaringni o'zingdan emas, Allohdan qo'rqadigan bir inson sifatida tarbiyalasang, u ertaga hamma ishda Allohdan qo'rqib qiladi degan. Bu juda ham, ya'ni katta formula, juda ham jiddiy masala-da bu. Bizda ko'pincha shu narsani asl negizi nima desa hamda, otadan qo'rqitish tarbiya qilinadi. Otang kelyapti, uni haq qil, otang kelyapti, uni haq qil deydi. Dadang kelyapti, o'zing to'g'rilab ol. Bu yaxshi narsa bu aslida. Bu yomon narsa emas. Lekin bu ruhiyatga ham ta'sir qilishi yomon-da. Otadan qo'rqib tarbiya qilish. Shu paytgacha otamni doim hurmat qilgan ekanman, qo'rqmagan ekanman, alhamdulillah. O'ylab qoldim. Bizda shunaqa tarbiyalar ko'pincha qilinadi. Otang uni haq qiladi, otang kelsa uni qo'rqitaveradi. Otani o'zida ham shu narsa shakllangan. Mendan qo'rqish kerak, kimlardandir qo'rqib turish kerak deydi. Yoki aksincha, qaysidir oilada aksincha onadan qo'rqadi. Bu eng adashish deb o'ylayman, aynan oila tarbiyasida. Farzandlarda yoki insonda o'zini ham yaratgandan Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiya qilish kerak. Ana o'shandaki u bekitib bir yomon ishlar qilmaydi, bekitib chakmaydi, bekitib ichmaydi, bekitib har xil bir narsalar qidirib yurmaydi, boshqa qilmaydi. Tushuntira olaymanmi? Men biz asl negizimizda ham ayb borda, ya'ni tarbiyamizda, boshqada ham masalalar bor. Bu ya'ni biz jamiyatdan qo'rqishimizda kameralar bor joyda qilmaydigan ishlarni kamera yo'q joyda qilinadi-ku. U bizda doim ko'rib turuvchi, doim eshitib turuvchi zot ko'rib turganligini, eshitib turganligini unutib qo'yishimizda ham muammolar ko'p. Asl muammolarda, butun jamiyat, butun dunyodagi muammolarda asl negizi ruhiyatda ekanligini unutmasligimiz kerak. Ruhiyatimizda, ya'ni qalbimizda muammo borligini unutmasligimiz kerak. Hamma muammolarni tegiga yetinglar. Asl muammo shunda. Bizi ruhiyatimizda, Allohdan qo'rqmayotganligimizda, kerak bo'lsa amal qilmayotganligimizda yoki ko'zga bo'lib qolganligida. Aytganimizdek, boshqalardan qo'rqishimiz bor, hammani oldida chiroyli ko'rinishimiz bordi. Asliyatimizda bu muammolar. Men shunaqa insonlarni ko'rsam o'zimdan uyalib ketaman-da. Balki o'zimizda ham bor bu muammo. Tabiiy bor, hammada bor. Muammolar moliyaviy holatda yaxshilash emas. Nafsni tiyib bir Allohdan qo'rqadigan, bir nafsni yengadigan bir inson bo'lib harakat qilishda va shu bizni qayg'urtirsa, men Allohdan nima qilsam Allohdan qo'rqadigan bir inson bo'laman. Nima qilsam bir amal qiladigan, bir yashasam o'zim bilan u narsa olib ketadigan inson nima qilsam shunaqa bo'laman. Mana shu narsalar bizni qayg'urtirsa, juda katta muvaffaqiyatga erishamiz. Dunyoyimizda ham, keyingi dunyoyimizda ham, ya'ni oxiratimizda ham-da. Shu ya'ni shular asosan. Aynan bir qaysidir vaziyat orqali men endi katta bo'ldim yoki aynan mana shu vaziyat meni ulg'aytirdi degan holatingiz bo'lganmi? Bu ko'pincha xiyonatlar, zarbalardan aytishadi, ko'pchilik misol qilib, mana shu narsa bizni ulg'aytirdi deyshadi. Sizda shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Yoki hozirgi holatingizni barchasiga qaysidir ma'noda yuqorida aytganingizdek ota-onani chiroyli tarbiyasi sababmi? Aynan, men bu narsada yana onamga qaytaman. Onamdan Alloh rozi bo'lsin. Bizda 5 ta farzand erkak kishi bo'lsak, ya'ni o'g'il farzand bo'lsak, bizni erkak qilib tarbiyalanganlari uchun men buni boya aytganimdek hech qachon bir rahmat nimasi bo'ladi, buni shukrini ado qila olmayman. Bu haqlarni ado qila olmayman, imini bu bo'yicha. Biz 18 yoshimizni kutmadik. Biz 18 yoshimizni kutmaganmiz. Yoki qanaqadir bir narsaga, natijaga erishishimizni kutmaganmiz. Onam bizni kerak bo'lsa 13-14 yoshimizdan erkak qilib tarbiyalaganlar, alhamdulillah bu uchun. Va erkak 13-14 yoshimda men eslayman-da, dalalarga chiqib ishlashimga qarshi bo'lmaganlar. Ishla deganlar. Mo'ykalarda ishlaganimga qarshi bo'lmaganlar. Ofitsiantlik bo'lganimda qarshi bo'lmaganlar. 16-15 yoshligimda
bir ferma qilib, broiler degan tovuqlarni boqib, ish boshlaganimda qarshi bo'lmaganlar. Bu sen hali voyaga yetmagansan deb, ya'ni qilmaganlar-da unaqa narsa. O'qishingni zo'r qilib qo'y, darslaring, maktabingni zo'r qilib qo'y. Maktabdan keyin nima ish qilsang maslahatlashib qilaver deganlar. Alhamdulillah bu uchun. 13 yoshimda eslayman, birinchi pul topgan pulimga onamga borib berganimda ulg'ayibsan bolam deganlar. Senga ishonaman deganlar. Alhamdulillah. Shu asosda biz ketyapmiz. Men buni shukrini hech qachon ado qilmayman. Men ulg'aydim degan tushuncha, men 18 yoshimda qarorlar qabul qilganman, alhamdulillah deyman bu uchun. Men shunaqa qilsam to'g'ri bo'lar ekan. Bu narsa noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsam, bu men uchun dars bo'lgan. Men farzand sifatida ham o'rtancha farzandman-da. O'rtancha farzandlar odatda ko'rinmaydi. Nimasi bo'ladi? Tushunaman. Mommoq bo'lmaydi. Lekin eng ko'proq ayni xatolarni boshqadan qilib qo'yadigan o'rtancha farzand o'zi bo'lib qoladi-da. Paytdan foydam onamdan uzr ham so'ramoqchiman. Meni kechiring, juda ko'p xatolar qilganman. Aynan переходной возрastlarda, ulg'ayish paytida, boshqada juda ko'p xatolar qilganman. Bu xatolarimni menga dars ham bo'lgan. Dars bo'lgan. Shoshqaloqligim, boshqalargim uchun menga dars ham bo'lgan. Bu narsa tarbiyamdan ham alhamdulillah foyda olganman. Men buni qabul qilib, shunaqa bo'lish kerak ekan, bu dars ekan, men shunaqa tarbiya bo'ldim. Men keyingi safar bu xatoni qilmayman. Va men o'zimni tengdoshlarimga, bu yigitlarga ham, hammaga o'zi aytamanki, onani ko'ngli sezadi-da baribir. Onani ko'ngli sezadi. Onam qilma bu ishni deganlarida qilgan bo'lsam, tabiiy o'sha xato bo'lib chiqqan. Men buni hamma joyda e'tirof etib, meni aybim deb aytaman. Onam qilma bu ishni, bu xato bu deganimda, ona, hozir men to'g'ri qabul qilyapman. Men shunaqa fikrlayman, bu shu to'g'ri deganimda xato bo'lganligini ba'zi joyda pand yeganimni ham tan olaman. Agar men shu payt onam gapiga kirganimda shu xato bo'lmasdi deb ayta olaman-da bu narsani. Bu narsani biz ba'zida to'g'ri, buni ham biz qabul qilishimiz kerak. Dunyo qarashlarimizni, bu diniy tarafdan bo'lsin, boshqa bo'lsin, fikrlarimizda to'qnash kelishi, dinimizda to'g'ri bo'lib turgan narsani unga ona qarshilik qilishi, boshqa oilalarda bor-da, ya'ni qabul qila olmasligi, yo'q, mumkin emas, unaqa emas, yo'q, men ruxsat bermayman, boshqa deyish mumkin, bu tabiiy. Lekin asosida to'g'ri fikrlayapman deb o'ylayaptimi? Qaror qila olayaptimi? Maslahat qila oladimi? Qilsin. Ya'ni maslahat qilib qilsin. Juda katta muvaffaqiyatlarning kaliti shu ham. Ammo alhamdulillah deyman, o'sha ulg'ayganim ota-onam boshqa ham tarbiyasidan. Bolalarga mas'uliyatni yoshligidan berish, ularga ishonch bildirish, qaysidir vaziyatlarda erkin qaror qabul qilishga qo'yib berish ularni kelajakdagi muvaffaqiyatni, demak, asosi bo'lib xizmat qilishini har bir ota-ona tushunishi kerak. Aynan shunaqada, ya'ni haqiqiy erkakni tarbiya qilish qiyinligini, mas'uliyatini men tushunyapman-da bir ma'noda. Atrofga qarab. Atrofda nomi faqat erkak bo'lganlarni hammamiz ko'ryapmiz-ku, masalan. Erkakman deb turib, ikkita tirik yetim qilishi, 3ta 4talab tirik yetim qilishi, tan olmasligi, hammamiz ko'ryapmiz-ku uni. Shunaqa. Aliment desa bir qanaqadir majburlik deb ko'rishi bu narsani. O'zingni farzandingga qilyapsan degan narsalarni u tushunish, u yoqda tursin, u qanaqadir birovlarning haqqini qo'pol qilayotganda buzishi yoki umuman inobatga olmasligi. Nomi erkak bo'lgan insonlar faqat bunaqa qiladi deb o'ylayman. Haqiqiy erkak tarbiya qilish haqiqiy onalarga xosda. Juda bir go'zal jumla bo'ldi. Aynan. Bizda ota-onalarimiz, mijozlarimiz ikki oqimga bo'linishadi-da. Boladagi tarbiyada hamkorlik vaziyatida. Ba'zi ota-onalarga biz bolani kamchiligi, xatolarini birgalikda ishlashimiz kerakligi haqida aytsak, yugurib kelib, hattoki ssenariylar asosida ishlaymiz-da. Ota-onalar, bo'ldi, siz hozir haydab yuborayotgan bo'ling, men qiynalaman, yig'layman, bolani ozgina rahmini keltirib, o'shanda xato qildim degan tushunchani, afsuslanish tushunchasini uyg'otaylik degan ssenariylar asosida ishlaymiz ba'zi ota-onalar bilan. Ikkinchi turdagi ota-onalarimiz esa bolani kamchiligi yoki xatosi etilayotganida, ana boladan meni bolam yaxshiroq-ku. Balki sizni pedagogingizda muammo bordir. Meni bolam yaxshi, sizlar uni ochib ola olmagansizlar degan qarshi ta'ziq bo'ladi-da. Va biz kuzatamiz, shaxsan men rahbar sifatida qo'l uzatilganda
maktab, rahbariyat tarafdan bolani tarbiyasiga, to'g'rilashga qo'l uzatilganda, u qo'lni qaytargan va doimiy ravishda bolasini yonini oladigan ota-onalar bilan men shartnomani bekor qilaman. Sababi bolaga biz ming harakat qilaylik, ota-onada o'sha zanjirni uzilishi bor ekan, biz u bolada o'zgarish qila olmaymiz. Ya'ni men ortiqcha vaqt, ortiqcha kuch sarf qilmayman degan holatda men shartnomani bekor qilaman. Lekin ba'zi ota-onalar bor, umuman eplab bo'lmayapti mana shu bolamni. Iltimos deb o'zlari tushunib olib kelishadi va oz muddatda o'sha boladagi natijadan sevinishadi. Haqiqatda katta o'zgarishlar bo'ladi. Nima demoqchiman? Ota-onalarimizdan o'zi haqiqatda o'sha bolani tarbiyasi, xoh u erkak bo'lsin, xoh u ayol bo'lsin, ota-onalarimizni o'zi ikki oqimga bo'linadi bizni, mani qarashimda. Va buni to'g'rilash bizga emas, biz ya'ni qaysidir ma'noda ularni to'g'rilay olmaymiz va o'sha boya aytgandek duo va niyatlar bizani qaysidir ma'noda o'shalarga endi aytamiz, bitta so'z bilan insof bersin shu qatorda o'zimizga ham. Va kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan ishlar, boya aytganingizdek erkaklar masalasi yoki oilalardagi buzilishlar, ajrimlar, qo'limizdan kelgan sababini qilaylik, natijasi Allohdan deb qo'yamiz. Unaqa kuyunib ham ketmaymiz oxirgi payt va mana shunaqa suhbatlar buni faqat auditoriya uchun, men uchun ham foydali bo'lyapti, chunki bu suhbatlarda ba'zi men ko'ra olmagan, ba'zi men bilishim kerak bo'lgan, lekin e'tiborimdan chetda qolgan narsalarni men suhbatdoshim orqali bilib ketyapman-da. Albattaki bu narsa kuzatuvchilarga ham foydali bo'lsa, bu bizning eng katta yutug'imiz bo'ladi. Sizni eng yomon jahlingizni chiqargan kommentariyalar bo'lganmi? Kommentariya shuni hafsalangizni pir qilib yoki mana shu Instagram olamidan butkul chiqib ketishga majbur qiladigan bir xayollarga keladigan bir kommentariyalar bo'lganmi? Yo'q, alhamdulillah unaqa narsa bo'lmagan. Sababi bir ustozimiz bor, shu ustozimizning katta bir o'gitlari bo'lgan deb o'ylayman. Sen xizmat qilyapman deb o'ylaysanmi deganda? Ya'ni xizmat degan jamiyatga xizmat qilyapman deb o'ylaysanmi? To'g'ri deb o'ylaysanmi qilayotgan ishing degan. O'ylab ko'r degan. O'ylab ko'rganman. Noto'g'ri ish qilyapmanmi? Ya'ni har bitta gapimni qaysi gapimga kelib turib mana shu gap qayerdan desa, men biror bir kitobda mana bu yerda aytilgan deb ko'rsata olamanmi? Alhamdulillah ko'rsata olaman. Ya'ni ilmiy saviyaga asoslanib, ilm bilan ya'ni tegida manba bo'lgan gapni gapirmayapmanmi degan bir xulosa qilganimdan keyin, ha, xizmat qilayotgan ekanman desa, unda bir inson safardaligini tasavvur qil. Safaringni davom etib ketyapsan-da, kimdir qayerdadir dam olib o'tirganingda bir chumoli kelib turib seni chaqsa, u chumoliga qarshi jang qilmagin degan. Chumolilarga jang ochmagin degan. Nimaga desa, o'sha mayda-chuyda narsalar bilan ovora bo'lib qolasan degan. Xizmat qilyapsanmi, sabr qil deganda. Biz haqiqatlarda umuman insonga haqiqatlar yoqmasligini ham tabiiy qabul qilishimiz kerak. Insonga fitratiga siz yuzingizga haqiqatni aytsa, bu yaxshi narsa o'zi aslida. Lekin qabul qila olmasligimizni ham gapirayotgan odam tushunishi kerak-da uni. Insonlar haqiqatni u qadar qabul qila olmasligini. Uni chiroyli yetkazish kerakligini biz tushunishimiz kerak-da. O'shaning uchun bu yo'lda sizga kimdir qarshi chiqsa, unga sabr qilib berib, turib berish kerak. Ya'ni xizmatligicha bo'lish kerak. Lekin u asosli bo'lsa, noto'g'ri fikrlar, men ko'p joyda uzr so'raganman. Uzr so'rashdan qochmayman. Noto'g'ri fikrlab qo'ygan bo'lsam, men noto'g'ri fikrlaganman, noto'g'ri gap gapirganman deb aytib qo'yishdan bir qaraqdir bu noto'g'ri ish yoki qanaqadir bu insonni hurmatini, tabaqasini, boshqasini tushirib qo'yadigan narsa deb o'ylamayman. Uzr so'rash yoki xato qilib qo'yish aytish yoki bilmaslikda aytish ham. Bilmaslikni aytish u ilm degani o'zi misol. Bu narsalarda biz asosli bo'lsa qabul qilishimiz kerakligini ham unutmasligimiz kerak. Ya'ni shu asosli ekan, men bu xatoni boshqa qilmayman. Mana shu noto'g'ri fikrlab qo'yibman. Yoki noto'g'ri va fikrlarimizni o'zgarilishini ham tabiiy qabul qilishimiz kerak. Men o'tirib olib o'tdi, men fikrim 100% to'g'ri deya olmayman. Bu fikrlarimga ham qarshi chiqadigan odamlar bo'lishi kerak. U asosli bo'ladigan bo'lsa, men ularni tabiiy qabul qilishim kerak-da. Uni qabul qila olmasam, siz bilan bu yerda o'tirimizda, meni fikrim to'g'ri desa, siz ham to'g'ri desangiz, men ham to'g'ri desam, men to'g'ri desa, hammamiz to'g'ri bo'lib keta olmaymiz-da. U biz jarlikka olib boradi. Nimaga kimdirning fikri tabiiy noto'g'ri bo'ladi. Sizning fikringizni men tasdiqlab tursam, siz ham mening fikrimni tasdiqlab tursangiz ham, u tagi noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, uni asosi bo'lmaydigan bo'lsa, u bizni jarlikka olib boradi. Misol, men shunaqa fikrlayman, ya'ni. Fikrlarim noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, uni kimdir to'g'rilab qo'ysa, bu menga bir ne'mat ekanligini unutmasligimiz kerak-da, ya'ni. Bu yaxshi narsa bu. U asosli bo'lsa, tabiiy qabul qilishimiz kerak ekanday. Shunaqa. Do'st tushunchasi. Yaqin
Do'stingiz bormi yoki do'st tushunchasiga qanaqa qaraysiz? Do'st deganda Qiyomatligim deb qo'yishadi-yu. hmm, bor, alhamdulillah. Ya'ni qiyomatli do'st deydigan bo'lsak, sizni Allohdan qo'rqishga chaqirib turadigan. Do'st deganda ko'pincha bizda o'sha manfaatlar ya'ni taqaladida, ya'ni. Ba'zida bu to'g'ri. Manfaat kerak bo'lgan joyda, do'stingizdan manfaat kerak bo'lgan joyda so'raysizda, u tabiiy qabul qilish kerak. Lekin asos do'st deganda biz faqatgina qiyomatli do'st tushunishimiz kerak. Chunki bu vaqtinchalik dunyo. 50 yil yashab qo'ygan yoki 100 yil yashab qo'ygan odamdan ham so'rab, 100 yil qanaqa o'tib ketdi onaxon yoki otaxon desangiz, ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi deydi. Misolda hamma shunaqa deydi. Inson o'zi o'ylab ko'rsam, kecha bola edim deydi. Hozir yosh yigitman deydi. Ertaga qariyman. Inson o'zi ham o'ylab qoladi. U paytda do'stlar manfaati, boshqasi, foydaligi keladi ketadi. Lekin qiyomatli do'stni ismini eslaysiz ham u qiyomatda eslatib turadi. Ya'ni sizga u Allohdan qo'rq deb eslatib turadi. Haqiqiy do'st bo'lsa, qani mana shunaqa do'st bo'lsa. Alhamdulillah, menda bunaqa do'st bor. Ya'ni sizni ayniqsa qiyomatda eslatib turadigan, ya'ni Allohdan qo'rqishga, nafsingizni tiyishga chaqirib turadigan do'st bo'lsa, u inson eng katta yutug'i. Bir joyda aytdim-da men. Sizni shunaqa do'stingiz bormi deb aytdim men. Bir video qildim shunaqa. To'satdan qamalib qoladigan bo'lsangiz yoki boshingizga qanaqadir sinov kelib qoladigan bo'lsangiz yoki o'lib qoladigan bo'lsangiz, u narsa bo'ladigan bo'lsa-da sizga. To'satdan qamalib qoldim deylik mana. To'satdan bo'lib qoldi. Shunday kirib keldi. Oilangizda xabari yo'q yoki bir xabar yetdi oilangizga. Sizni yo'qligingizni sezdirmay turadigan, moliyaviy holatingizni sezdirmay turadigan do'stingiz bormi qiyomatlikda? Oilangizga hech g'araz niyatda, boshqa niyatda yaxshilik qilib turadigan, bekitib bo'lsin, boshqa bo'lsin, yo'qligingizni bilintirmay turadigan, masalan, yordam berib turadigan oilangizga boshqa bo'ladigan bo'lsa, yoki masalan yaxshilik qilayotgan bo'lsangiz, bilsa shu yaxshiliklaringiz masalan. O'sha yaxshiliklar tugab qolmasa, to'xtab qolmasa masalan. Bormi shunaqa do'stingiz deganimda, ko'pchilikda bor ekan alhamdulillah. Menda ham shunaqa do'stim bor deb o'ylayman, niyat qilaman shunaqa do'st bo'lishini. Bu yaxshi narsa bu. Do'st desa biz faqat o'sha aytganimdek moliyaviy holatlarni yoki boshqa holatlarda yordam beradigan emas, aynan o'sha Allohdan qo'rqitishni eslatib turadigan va nus bo'ladi bir foydasi tegib turgan joyda u ham foydasi tegib turishi. Zo'r. Instagramdagi eng katta xato nimada sizningcha? Ilmga asoslanmasdan turib ko'p narsani qilib qo'yishimizda. Bu tarixda bir qolishini o'ylamasligimizda. Tushunasizmi? Masalan, hozir ochilib kelyapti-yu, bir bizga doim bir g'arbni chiroyli qilib ko'rsatishgan. Shunaqa fayllar ochilib keldi. O'ylaganmi kimdir odam o'sha ishlarni qilayotganda bu narsalar ochilib keladi bir payt. Nima deb o'ylaysiz? O'ylamaganda. Bu katta jinoyat bu. Men noto'g'ri ish qilyapman. Bu tarixda qolib ketishi mumkin. Men bir tarixiy shaxsman bu. O'lganimdan keyin men butun umr mana shunaqa eslashadi deb o'ylamagan deb o'ylaysizmi misol? O'ylamagan. Ustunlik qilganda. Mana yillar o'tdi, mana necha yillar o'tdi o'sha qo'pol qaytganda fayllar ochildi misol. Aytmaydi qaysi faylni. Pul bo'lishdi ham. Ko'p ayollar o'shandan keyin ozgina davleniyalari oshib, mazalari bo'lmay qoldi-da. Biz yaqinlarimizda bo'ldi shu narsa, juda ta'sirlanib ketishdi, qattiq og'rishdi-da. Haqiqatda qo'rqinchli. Hozirgi narsalarda undan farqi yo'q deb o'ylayman-da men. U ham tarixda qolgan narsa, hozirgi bo'layotgan narsalar ham tarixda qoladigan narsa u. Biz ularda jiddiy yondashmasak, katta 1000 prosmotri 1000 kishi ko'rganda u kam deb o'ylaydi odamlar ba'zida. Bir do'stim bor-da, bloger, ham kimligini aytmay, juda ham shu narsalarga jiddiy qarab qayg'uraveradi. Voy, menimcha odam ko'ryapti, kam ko'ryapti, boshqa necha mingta odam ko'rdi, 500 ming odam ko'rdi, kami 1 million emas. Fikrda qara endi. 500 mingta odam hayotingda ko'rganmiz-a deyman. Men ko'rmaganman-da, misol. Men bir 100 ta odam oldiga chiqib nutq so'zlasam, hayajon bosib, g'alati bo'lib qolaman. Garchi prosmotrlar katta bo'lsa ham. Misolda 100 ta odam oldida. U seni uncha odam ko'rayotgan kam deb o'ylaysan, deb ko'p ta'kidlab aytaman. Bu jiddiy narsaligini unutmang. Agar bo'lmagan narsalarni qilavermang, foydali narsa gapirgan, ba'zida pozitsiyani bildirgan, boshqaga deb aytaman-da men ko'p. Nimaga bu nimasi bo'ladi? Tarixda qolayotgan narsalar. Agar biz uni ilmiy asosda Allohdan qo'rqib qilmaydigan bo'lsak, unga jiddiy qaramasak, zararimizdan boshqa narsaga ishlamaydi. Juda ham bir zararimizdan boshqa narsaga ishlamaydi u narsa. Hozir maza qilib yashayman deb qilaveradi, ertaga u zarariga ishlaydi u. Aytadigan fikrlaringiz ko'pincha yoshingizga mosmas deb sizni hid qilishadi. Bir eshitib qoldik, qaysidir suhbatlarda shunaqa qilishgan.
bizada eskidan bitta maqol bor. Gap yoshda emas, boshda degandek. Mana shunaqalarga fikringiz qanaqa? Kattalarni ham ko'ryapmiz-da, qay darajadagi ilmli bo'lib yoki qay darajadagi ishlarni qilishayotganini. Lekin bizada endi qadriyat demaymiz. Ba'zi an'analar, eskilardan qolib ketgan kichkina odatchalarimiz bor-da. Yoshmi? Hali bunga bor. Bu gapirish kerak emas. Yosh bo'lib nimani qolqib qo'yibdi deyishadi ko'pincha. O'shaning uchun ba'zida biz ham yaqingacha o'zimizni fikrimizni bildira olmaganmiz ommaga chiqib. Jamoaga, ustozlar jamoasiga aytishimiz mumkin, lekin ommaga chiqib biror bir subyektiv fikr bildirishga bizada fobiya, ya'ni to'siq bo'lgan. Chunki o'sha avvaldan bizga shunaqa tarbiya bo'lganda, nimani ko'rib qo'yibsan, ya'ni nima bo'pti. Mana shunaqa to'siqlarga qanaqa qaraysiz va qanaqa bu sizni ozgina ruhiyatingizni cho'ktirganmi yoki qanaqa ta'sir qilgan? Yuqorida aytganimdek, nimasi bo'ladi? Bu narsalarga bu qadar fokus qaratmayman. Asos ilm ekanligini unutmasligimiz. Ko'p ta'kidlayapman, asos ilm. U ilmni 5 yoshli bolakay aytsa ham, Allohdan qo'rqadigan odam, "Mana shu haqiqatda aytayapti" deydi. Mana shu ilmda aytayapti, mana shu to'g'ri gap gapiryapti deydi. 60 ga 70 ga kirgan odam bo'lmag'ir gaplarni gapirib o'tirsa, 5 yoshli ham ensasini qotirishi mumkin-da, qo'pol qo'yayotganda. Asos ilmda ekanligini, asos manbada ekanligini unutmasligimiz kerak. Men o'zim keladigan bo'lsam, misolda inson hammani aldashi mumkin. O'tirib olib sizni ham aldashi mumkin, auditoriya ham aldashi mumkin, bularni ham aldashi mumkin, hammani aldashi mumkin. Atrofimdagi hammani aldashim mumkin. Lekin men o'zimni o'zim aldolmayman. Hammamiz biz hammani aldashimiz mumkin, lekin o'zimizni o'zimiz aldolmaymiz. O'zimga o'zim qanday aldab o'tiraman? Bilaman-ku o'zim. Abdurahmon zo'rsan, unaqasan desam, men o'zimni bilaman-ku qanaqa insonligimni. Misolda va o'zimdan kelib chiqib, o'zimni aldolmasligimdan kelib chiqib, men qancha gaplar aytadigan bo'lsam, o'zim unaqa deydigan bo'lsam, qo'pol qo'yayotganda yo'q, atrofdagilarni aldayotgan bo'laman, o'zimga qarshi gap gapirayotgan bo'laman. Agar ilm bo'layotgan bo'lsa, uni manbasi bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni ham to'g'rilashga harakat qilayotgan bo'laman. Atrofga foydam ham tegayotgan bo'lsin deyman. Shu asosda, ya'ni ilmni chegarasi yo'q. Va biz qabul qilishimiz kerakligini ham haqida aytayapman-ku. Qabul deganda shu ilmda ham qabul qilishimiz. U 5 yoshli bolakay bo'lsa, 5 yoshda yoshcha aytayotgan bo'lsam kerak, asosda, ya'ni ilmni gapiryaptimi, Allohdan qo'rq deyaptimi, qabul qilayotganda, bo'ldi, shu Allohdan qo'rqish aytilmaganmi? Aytilgan. Bo'ldi, Allohdan qo'rqdi. Shu orqali senga yetkazayotgandir balki haqiqatlarni. Tushunamizmi? Asos bizni haqiqatni qidirishimizda bo'lish kerak, ya'ni. Asos to'g'ri yashashmi? Uni ko'chadagi begona odam, 7 yot begona odam aytayotgan bo'lsa, shundan ham foyda olib ketaveradi odam, foydali odam. To'g'ri gapirayapti-ku deydi, ketaveradi. Noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa e'tibor qilmaydi. Hozirgi ilmingiz bilan yosh yoki hozirgi yosh endi uylanish arafasida turgan yigitlarga 3 ta eng muhim tavsiya bering deganimda qanaqa tavsiya berardingiz? Menimcha avvalambor bunaqa ilm bo'lmasa kerak menda. Uylanadigan bolalarga tavsiya qilish darajasida emasman deb o'ylayman. Onamman. Maslahat yoki shunga o'xshagan narsa sifatida qaraydigan bo'lsak, avvalambor ilm. Avvalambor oila nima ekanligini tushunib olaylik. Vazifalardan ta'limotini, haq-huquqlarni ta'limoti ham muhimda baribir. Ayolning haqlari, meni haqlarim, erkak kishining haqlari bo'lsin, u ertaga farzandlarning haqlari bo'lsin. Va unga muomalalarda umuman deylik, oila nima ekanligini, u qanchalik muhim ekanligini, qanchalik jiddiy qarash kerak bo'lgan narsa ekanligini o'rganishimizda, ilmda asos. Munosabatlarimiz yaxshi bo'lishi masalan. U bilan gaplashishlarimiz, boshqalarimiz. Ayol kishini u qanchalik jamiyatga xizmat qila olishini, jamiyatga kerakli ekanligini tushunishimiz edi. Bu bizni o'zimizga bir qul emas, yo'ldosh olayotganligimizni his qilishimizda. Shu inson bilan men qariganimda tirjayib, suhbatlashib o'tiraman deyish kerak-da. Unaqa niyatda bo'lmasa, kelajakni ko'ra olmasak, turmush o'rtog'imiz bilan, uylanayotgan odamimiz bilan qariganimizda men shu bilan qarayman, shu bilan boshqa qilaman degan o'yimizda bo'lmasa, uylanmaganlik ma'qul menimcha. Yana ertaga
3-4 ta bolani yetim tirik yetim qilgandan ko'ra uylanmagan yaxshiroq. Menimcha men shunaqa deb o'ylayman. Oila nima ekanligini bilmasdan turib uylanish u shoshqaloqlik katta xato bo'ladi bu. Asos shular. Men shu fikrdaman. Ya'ni bir qanaqadir tavsiya yoki maslahat sifatida bu. Qiz farzandingizga xuddi o'zingizdek insonni kuyov qilishga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Juda yetti jimirlatib oladigan qiyin savol. Chunki siz boya aytgandek o'zingiz bilasiz-da o'zingizni. Aynan-da. Ha. Aynan. Va ko'z oldingizda katta bo'layotgan qizingizni ham ko'rasiz-da. Aynan. Bu qiyin savol. Odamni ikkilantirib qo'yadigan savol. Bilmadim. Ochig'i bilmadim. Katta ehtimol bilan menimcha yo'q. Rost aytishimiz kerak-da, bu katta ehtimol bilan. Chunki u oldingizda katta bo'ladi-ku. Ko'rasiz uni. Men o'zimni bilaman-ku. Qiyin-da bu. Men o'zimni qanaqa munosabat qilayotganligimni, qanaqa munosabat qilishimni ham, muomalamni ham, ayblarimni ham, xatolarimni ham bilaman-da. Men ayb qidirmayman-da, chunki o'zim aybimni bilaman-ku misol. U odam nima desa bo'ladi? Bir jiddiy masala-da bu. Yaxshisi bu narsani o'ylashi o'zi og'riqli ekan o'zi aslida. Bu narsani qachondir guldek qilib katta qilayotganingiz berib yuborishi o'zi o'ylash ham o'zi og'riqli masala juda ham. Qiyin menimcha, juda ham qiyin bir qarorga kelish. Kimlar uchundir bu savollar oddiydek ko'rinadi. Baralla ha deyishadi. Sizni shaxsiyatingizni o'rganib chiqqan holatda bu savolni eng oxiriga qo'yib qo'ygan edim. Chunki ko'rib turibman, yaxshigina ta'sirlandingiz. Ozgina xayollar yoki tormozlanishlar bo'ldi. Va bu narsa qaysidir ma'noda meni ham ichimni jizillatdi-da. Tashqaridan, sirtidan suhbatimiz davomida auditoriya boshqa deylik minglab, yuzlab insonlar, erkaklarni ko'rar ekanmiz. Suhbatlarimizda sizni ulardan nisbiy ota-onangizni tarbiyasi yuqoriligini his qildik. Lekin shunda ham siz o'zingizni, ya'ni shaxs sifatida qizingizga ravo ko'rmaganingiz bu qaysidir ma'noda mana hozirda sizga bo'lgan hurmatimni oshirib berdi. Avvalo bu qarash menimcha to'g'ri. Chunki bizda ustozimiz aytardilar, men yaxshi insonmikinman, yaxshi farzandmikinman, yaxshi rafiqamikinman yoki yaxshi onamikinman deb o'ziga berib mana shu savollarni yashash yaxshiroq, ya'ni rivojlanadi. Odam mana shu savollarga javob topish uchun yaxshi amallarni qilishga harakat qiladi. Lekin ha, men yaxshi ayolman, yaxshi rafiqaman, yaxshi farzandman, yaxshi onaman desa, bu deylik o'sha jarlikka o'zini olib borib qo'yayotganini bitta belgisi. Ya'ni rivojlanishdan o'zini to'xtatadi va qaysidir ma'noda o'zini doimo haq ekanligini ko'rsatib qo'yadi deyishardi. O'shaning uchun hozir shu narsa misol hayolimga keldi. Men yaxshi insonmikinman? Men o'zimni mana kichkinagina jigarbandimga ravo ko'ramanmi degan savolga ichingizdagi hissiyot mengacha yetib keldi-da. Ajoyib. Va shu holatda inson bo'lishi, shu holatda qolishi menimcha to'g'ri deb o'ylayman. Chunki qachonki odam o'zini bilsa, xatolarini tushunsa, xatolarni tuzatish uchun ham harakatda bo'ladi-da. Ichcha bo'lmasa tavba qiladi-da. Aynan. Men shu fikrda hamman-da o'zi aslida. Siz aytganingizdek, biz ko'pincha birovlarda xatolarni, kamchiliklarini faqat muhokama qilib ko'rib o'rganib qoldik. U anaqa ekan, bu bunaqa ekan yoki boshqalarda ayblari ko'rinadi. Inson o'zi bilan ovora bo'lishi katta baxt. Ya'ni men o'zimni nafsim bilan, o'zimni to'g'irlash bilan, o'zimni to'g'irlashga harakat qilish bilan ovora bo'lish bundan da katta baxt yo'q. O'sha boya aytganimdek insonning qayg'usi o'zining nafsi bilan, nafsini to'g'irlash bilan yoki un bilan kurashish bilan, Alloh taolodan qo'rqish bilan bo'lsa, juda katta natija bo'ladi deb o'ylayman. Suhbatimiz hozir soatga qarab hayron qoldim. Juda ham tez fursatda o'tib ketdi. Men uchun, aynan men uchun juda ham manfaatli bo'ldi. Avvalo ota-onangizga men alohida o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va nasib qilsa ta'lim jarayonida ularni ustoz sifatida taklif qilish niyati menda tug'ildi. Chunki bu kabi insonlar bizga kerak.
Sababi biz ko'p sonli insonlarga tarbiya berar ekanmiz, o'zimiz ham ba'zi jabhalarda ustozlarga muhtojlik sezamizda. Va bu 5 ta o'g'il farzandni haqiqiy elga, jamiyatga manfaatli qilish yo'lida tarbiyalash va bu jarayonni, mukofotini, natijasini ko'rayotgan inson sifatida man juda ham xohlardim ularni, ya'ni sizni oilangiz bilan yanada tanishni va mana shunaqa oilalarni ko'payishi va bu orqali jamiyatimiz yanada yaxshi tarafga o'zgarishi umididamiz va bizga ham nasib qilsin siz kabi ya'ni dunyoqarashi keng, o'z yo'lini topishga harakat qilib, asosiy maqsadi insonlarga foydaliligi bilan ajralib turuvchi insonlarni tarbiya qilish, yetishtirib chiqarish, bizdan-da yaxshi. ta'lim berish bizga ham nasib qilsin. To'xtamang, o'zgarmang. O'sha boya aytganingizdek, mana shu shuhrat, mana shu deylik insonlarni e'tibori sizni hech ham yomon tarafga o'zgartirmasin. Kibr degan qo'rqinchli yomon xususiyatlar sizga yaqin kelmasin va farzandlaringiz ham o'zingizdan a'lo darajadagi insonlarga foydali bo'ladigan shaxslar bo'lib yetishib chiqishsin. Aytganingiz, rahmat kattakon. Ishtirokingiz, mehmon bo'lib kelganingiz va samimiy suhbatlaringiz uchun tashakkur. Manimcha kuzatuvchilar uchun ham juda ham manfaatli va foydali bo'ldi degan umiddamiz. Albatta har biringizni fikrlaringiz biz uchun muhim va bu fikrlar orqali biz o'z xatolarimizni to'g'rilashda davom etamiz. Shuningdek, keyingi mehmonlarimiz sifatida kimni ko'rishni istasangiz, albatta kommentariyalarda yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Agar o'zingizni alohida tilaklaringiz yoki fikrlaringiz yoki bo'lmasam qaysidir yomon fikrlaringiz bo'lsa ham eshitishga tayyormiz. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Bu suhbatlar foydali, manfaatli bo'lsin har doim. Bundan keyin ham jamiyatimizga, xalqimizga foydali suhbatlar qilishdan to'xtamang. Ko'rib chiqish suhbatlaringizni juda ham mazza qildim. Haqiqatdan ham jamiyatga, xalqimizga foyda yetkazish uchun harakat qilayotgan suhbatlardan bittasi deb bildim. Alloh taolo foydali qilsin, manfaatli qilsin va tabiiy jamiyatimizga foydasi tegsin. Amin. Bizni ishlab chiqarishlarimizdan, ya'ni kamchiliklardan bu o'sha iBook kitoblar do'konidan Birinchi mehmonimiz bizga sovg'a bilan tashrif buyurgan. va o'sha aytganimizdek bizni UM Consulting firmamizni chet elga o'qish bo'yicha yuboradigan eng ishonchli firmalardan xudo xolasa, chunki o'zimiz buni boshida turib xizmat qilyapmiz. Hozirda Malayziyaga, Xitoyga, Singapurga, hattoki Saudiyaga ham o'qishga yuboryapmiz. Ajoyib. Haqiqiy ishonchli konsalting deb aytsak bo'ladi. Asosan mana shu suhbatlardan keyin sizga nisbatan shaxsiyatingizga va hattoki qilayotgan ishlaringizga, faoliyatingizga nisbatan ham menimcha insonlarni ishonchi yanada oshadi. Va yana bir bor aytaman, birinchi mehmonimiz sovg'a bilan tashrif buyurgan. Bu kichkina namyok deymiz, keyingi mehmonlarimizda. Va albatta bu yerda kitoblar bizani shu kutubxonamizdan chiroyli joy oladi degan umiddamiz. Juda ham xursand bo'ldik. Baraka toping. Xudo xohlasa bu suhbat orqali yanada ko'proq auditoriyaga ega bo'lishingiz va sizni tanimagan insonlarga tanitish ya'ni hissasi bo'lsa bizada, biz juda ham baxtli bo'lamiz. Kattakon rahmat. Yana bir bor tashrifingiz uchun minnatdormiz.